Sardor. Mazzali lahzalarni bo'lishamiz. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr aka. Nima yengilliklar aka? Yengili yo'q, yuribmiz shu ijod. Xo'p aka, Instagramingizni titkiladi. Xafa bo'lmaysiz. Yaxshi zo'r rasmlarni terib qo'ydim aka. Ha. Men prям от души yoqtiradigan birinchi rasmdan istoriyasi buni gapirib bersiz aka. Banda Krug arxiv 2009. Nechinchi yil ekan? 2009 aka. Ha, bu sinfdoshlar. Sinfdoshlarmi? Ha, bular sinfdoshlar. Eng uzuni siz bo'lgan ekansiz, pashta. Maktabda eng uzun men edim. Fizkulturada ham birinchi. Shunaqa. Hamma yo'g'li. Bitta qutqarib qo'ygan narsa meni familiyam bo'lgan. T-da eng pastda bo'lardi. Agar bo'yma-bo'y bo'lsa men ketardim. Yetib bormasdan sizgacha. Zo'r edi. Tayinlanmay kelardim darslarga. Ustozlar tegi chetib kelmasdi, baribir. Bir ustozlarni jahli chiqib pastdan boshlab qolardi. Da, men shunisi yomon. Lekin shu payt tayyorlangan bo'lardim. Bilmayman nimaga. Shunga o'rtada bo'lish kerak aka. Pastdan boshlasa yetib kelmaydigan, boshdan boshlasa. 2009 aka, 2016-yil 1-sentyabrda qo'ygan ekansiz. Buni maktabni bitirgansiz bu yil, aniq. 2009 emas, 2011 bitirganman. Bu rasm 2009 tushgan bizga. Yo'q, qo'yganingizni aytyapman. 1-sentyabr maktab sog'inib paytda qo'yib yuborgan. 1-sentyabrda. Yo'q, o'zi mana shu ochilgan kuni anaqam почти. Instagramingiz shu birinchi ochganimda mana shuni qo'yganman. 16 mi? Shuni ochganman. 16 dan ochganman Instagramni. Nimaga bu rasmni qo'ygansiz birinchi bo'lib? Yo, birinchilardanmi? Yo'q, bular meni maktabdagi eng yaqin o'rtoqlarimda. Abdurasul, Aziz, Do'ron, Doniyor. Bu bittasini belgilabsiz. Shu paytda faqat shu anaqasi bor edi shuni. Instagram bor. Qo'ygan aka yo'q edi. Hozir qanaqa? Bormi? Hozir atnashinglar yaxshi. Bu zo'r o'rtoqlar-da bular. Mana misol uchun, o'rtoqlaringiz bor, ishingiz bilan bo'lib ketasizda, 1-2 oy ko'rmay qolsangiz, ko'tarilib ketding sana, puling ko'payib ketdi. Pastga tushirib turishadi. Anaqa gaplar qilishadi-da, nima desadi, asab ketadigan gaplar qilishadi. Bular unaqa emas-da. Bular bilan 2 yil ko'rishmasam ham, 2 yildan keyin bitta ko'rsam, xuddi kecha ko'rishganda. Shunaqa atnashinglar ketsin. Aha, Gap yo'q. Xuddi kecha gaplashganda gaplashasiz-da, bemalol. Hech o'rtada devor, hech narsa yo'q-da. Atnashani yo'q kutmagan. Yo'q. Yaxshi. Yaxshi. Ko'pchilikda mana shu yo bloger bo'lib ketsa, yo biznesmen bo'lib ketsa, yo anaqa bo'lib ketsa, atnashani почти 90% da yo'q bo'lib ketadi. Sinfdoshlar bizni maktabni bitirgandan keyin bir 5-6 yil hamma o'qishga, kollej, institut kirib oldi-da. Mana o'shandan keyin yana yig'ilishni boshladi sinfdoshlar. Ungacha hamma yo'q bo'lib ketdi. Hamma ishi bilan yo'q bo'lib ketdi-da. O'sha ishini, o'qishini qo'ygandan keyin yana hamma yig'ilib, har hafta, har oy choyxona, dacha, pacha, sinfdoshlar hammasi keladi. Yaxshi. Zo'r. Men o'yladim, sizlarning jamoada praktik ishni hayotga vaqt qolmaydi deb o'yladim. Yo'q, shunaqa. Masalan, men bir 10 ta choyxonadan 2tasiga, bittasiga boraman. Ha. Bu endi default hammada почти bir. Lekin baribir zo'r tushunadi bolalar. Chunki bizning ishimiz shunaqa-da, ya'ni neplanoviy narsalar juda ko'p-da. Shunaqa. Hamma blogerlarda shunaqa bo'lsa kerak. Tak, yana bitta video aka. Juda ajoyib. Tushunarsiz va ajoyib. Ko'rdilar, ko'z tortildi. Bu anaqami? Bu anaqa oyda eng yaxshi ishchisi bo'lganmisiz? Yo'q, bu yerda Haftani. Сделай еще раз максимально свой прорыв. Ты нас всех сегодня такие струнки застал. Ты можешь, мое мнение. Ne o'chirmayapman shuni. Hamma kelgan odamlar deydi. Iltimos, montajyorga tashab qo'ying, sirrazu ko'chirib olsin. Turadi. Turadimi? Qanday ham turadi bular.
Abdurahmonga o'chirib tashlabdilar. Abdurahmon hali montajyorimizni olib ko'chirib ulgurmaganda o'sha o'chirib yo'q deganlar. Aka ochiy bilan toping bir nima qilib dedim. Amallab arxivdan ochtirib, tap ko'chirib oldi. O'sha yana o'chirilgan. Mana va'da mana shu turadi. Instagram orgacha turadi mana shu. Hazillashdim. Yo'q, aka xursandligingizni qarang. Nima bo'lgan? Qisqa bir kadr orti istoriyani aytib bering. Xo'p, bir 7 yilmi Jenskiy master bo'lib ishlaganman aka. Master. Jenskiy master bo'lib kraska, ukladka, aslida rang chiqarardim. 7 yil ishlaganman. Bu yerda o'sha kraskani aytmayman, reklama bo'lib qoladi. Aytmayman. Blur qo'yib qo'yinglar aka. Bo'ldi. Yo'qmagan shekilli bilan ishlagan. Yo'q, aka. Yo, hammada bor bunaqa istoriyalar. Короче, bu yerda o'sha kompaniyani texnologi anaqasini olganman-da men, o'sha kraskani. Unvonini. Bu yaxshi anaqa natija. Bo'ldi. Imini shu sferada zo'r natija bu. Bo'ldi, tushundim. Bu cho'chchi bo'yaladigan kraska haqida ketyaptimi gap? Bo'ldi. Men shu endi erkaklar tushunmaydi bu narsani. Men shu sferada ishlaganim uchun bu qimmat ishda xullas. Tushundim. Ayollar sochini rangini chiqarish bu qimmat ish. Siz rang qilib bergansiz. Rang qilib berganman, kesganman. Manda aslında anu stilist anaqa bo'lganda manda aslında anu mameti bor sochlar bo'ladi bilasizmi, asimetrichniy bo'ldi shunaqa bo'lgan. Современный anaqalar. Tushunarli. Ну, mana ko'ryapsizlar, o'tgan safar ham shu narsani aytdim. Blogerlar ham, hozirgi bo'lib turgan знаменитый odamlar ham hech qaysi bunaqa bo'lib tug'ilib qolmagan, bunaqa aktyor bo'lib, bunaqa talantli bo'lib tug'ilib qolmagan. Hamma nimadandir boshlagan. Men ham o'sha pichinlik sotganman, Toshkent suv sotganman, konduktorlik qilganman, ofitsiantlik qilganman. Короче, hamma narsa bo'lgan, hamma narsa bo'lganda. Abdurahmonga o'tgan safar aytib berdilar, polniy istoriyani kim bo'lib ishlaganlar, nima bo'lib, uyalish yo'q. Конечно. Mana shu eski подписчикlar biladi-da. Men chunki blogerlik boshlaganimda ham profilim chalkash edi. Ishimni ham qo'yardim. Vine qo'ymasdimmi? Lifestyle narsalar qo'yardim. O'shanda подписчик yig'ilishni boshlagan eski подписчикlar hali ham biladi-da, anaqaligimni. Shu eski anaqa stilistligimni, klientlarim bor edi, o'sha yozadi, ani bir xil lavollar, tipi aka afsuslanasizmi shu narsadan? Ne afsuslanaman deyman-da. Qilganingizdan deyapti. Yo'q. Erkak o'tdi, ayol sochini quyilibsanmi, shu narsadan uyalganmisan deyshadi-da. Men uyalmayman chunki halol pul topganman, chunki biror haqqini yemaganman. Ertalabdan kechgacha tik oyda turib ishlaganman. Oxirgi 2 yilda Murskoy ham qo'shganman, Murskoy Jenskiy master bo'lganman. Nechinchi yilda polni yig'ishtirib olgansiz? 2022 polni yig'ishtirib olganman. Unda уже boshlagansiz blogerlikda. Men 2021 boshlaganman Murod bilan, Solihov bilan. Men Solihov, Abdulloh bolamiz bor-ku, soqolli bo'lgan. Uchamiz boshlaganmiz. Sartaroshni ham qilardim, uni ham qilardim. Keyin уже sekin taroz bosish boshlagandan keyin blogerlikni уже u yoni yo'q, bu yoni tanlash kerak bo'lgan. Keyin o'zi to'g'risi chiqib ketaman deb turgandim bu ishdan. Yaxshi pul topadigan ish bo'lsa chiqib ketaman deb turgandim. Zo'r kelib qolgan, chiqib ketgan. Hop, blogerlikka o'tayotgan paytingizda yaxshi pul haqida даже hidi ham yo'q edi-ku. Qanaqa qilib? Men даже taroz bosgan deyapman-ku, o'shanda pul tomondan bosmagan. Qiziqish. Yo'q, ish tomondan bosgan. Shu Farhod rahmatli aytgan, reklama 1 yil bo'ldi ishlayapmiz, reklama yo'q-da umuman. Keyin Farhod aytgan, ko'proq ishlash kerak degan. Shu sartaroshingizdan ko'proq vaqt ajrata olsangiz agar o'shanda qanaqa natijaga chiqasizlar. Bu yoqqa ko'proq bosing. Shuni yig'ishtirganman, prям yana dalshi 1 yil bir simsiz ishlaganman-da. Prям absolyutno bir simsiz. Ani nima yerda obedga ham, yo'lkaga ham pulni o'ylatib ishlatirgan darajada ishlaganmiz-da. Shunaqa bo'lgan. Bu Farhod rahmatli qanday tanishgansizlar? Bitta komanda bo'lib keyin. Mana siz Solihov, Abdulloh, siz Chuloviylar. Prikosновение именно qatta bo'lgan mittalar bilan. Bu yerda nima bo'lgan? Farhod bilan Murod tanishmagan oldinda. Xo'p. Farhod blogerlik boshlagan paytda Murod montaj shu paytda ham zo'r qilardi. Men Farhod bilan montajlariga bir ikkita joylarga yordam bergan. Keyin Farhod qanaqadir proyektlar ochgan. Murod bu Solihov. Ha, bor ekan.
Farhod dublyaj proyekti ochgan, Mitti dublyaj degan, uni Murodga bergan. Murod uni Mitti dublyaj qilib yurgizgan, chunki Murod ana shumavikda o'zi, shumlarni zo'r yasaydi-da. Bir xil joylarda videolarimizda звук полный olib tashlab, shumni o'zi yasaydi. Shunaqa joylari bor videolarimizda-da. Ozvuchkada zo'r ekan-da. Вообще zo'r. Dublyajda ham zo'r, obrazga zo'r kiradi, ovozdan o'rgatib oladi. Shunaqalar qilgan, keyin bo'ldi shu bilan Murod boshqa ishga kirib ketgan. Men Murodni proyekti bo'lardi, o'zida anti-hater degan proyekti bo'lardi. Anti-hater, haterlarni polniy, o'zi haterlarni hate qilardi, tushunasizmi? Yomon populyar bo'lib ketgan o'sha 2020-yillarda. Men Murodni fanat edim-da o'zi. Farhodni ham fanat bo'lganman, Murodni o'sha anti-haterni fanati bo'lganman. Keyin tanishib qo'yganmiz Murod bilan. Qanaqa bo'lgan shu? Qayerda bo'lgan, nima bo'lgan? Bitta Bahodir degan bola bilan xullas tema bo'lgan, men Farhodga yozib turardim, ideya yozib turardim Farhodga, hamma ideya olib. Как fanat bo'lib, Farhod yozardi, pastdan javob yozardi menga. Bir ideya yozardim. Farhod o'sha paytda 20 mingdan podpishka bo'lardi. Keyin yozgan Farhod, "Aka, mana shu ideyalar, zo'r ideyalar, o'zingiz oling, o'zingiz ko'ryapsiz, o'zingiz zo'r olasiz shu narsani" degan. Keyin olishni bilmayman men. Naqsa bo'ladi desam, shu Bahodir degan bola profilni tashlagan. Shunga yozing, bu ham shunaqa endi boshlayotgan blogerlardan biri. U Bahodir anaqa bilan tanish bo'lgan, Murod bilan tanish bo'lgan. Murod bilan men tanishtirgan. Keyin shu bilan Bahodir, men Murod az estet profilini yurgizganmiz. Keyin men bu yerda vaylab turardim. Keyin Murod yordam berib turgan menga. Keyin Murod boshqa ishga o'tib ketgan o'tdan ham. Chunki baribir odam stimuli pul-da, pul kelmasa erkak kishiga men qiziqish ham ushlab tura olmaydi-da. Shunaqa. Murod boshqa ishga o'tib ketgan, u ishga Abdullohni olib ketgan. Abdulloh bilan Murod shu anti-hater qilardi, bildi. Ular qo'shni yonma-yon. Shu bilan ular ishxonasi men uyimga yaqin bo'lgan. Men ishdan chiqardim, salondan Murod ishxonasiga kirardim, ular qolib ishlaydi-da u yerda. Va bitta ikkita vayl olamiz deganmi. Ovurganmiz, shunaqa boshlanib ketgan. Потом Farhodli bilan уже отношения yaxshilashib borgan u paytda. Gaplar, salom alaykum, zo'r bo'lib borgan. Videolarimizdan repost qilardi ulug'. O'zidan o'zi repost qilib yuborardi videolarimizni. Zo'r edi. Keyin Farhod rahmatli reklamaga chaqirdi. Xonsaroy reklamasiga 2020 shunaqa edi. Chaqirdi reklamaga, qarashib yuborasizlar dedi. Qarashdik. Keyin srazi shu kunning o'zida bizdan ofisga kelinglar dedi, ofisga bordik. Va birga ishlaymiz dedi. Va shu bilan boshlanib ketdi-da. Ungacha bizni auditoriya o'sgani sari auditoriya o'syapti. Tushunmasdik-da bizni nima qilish kerakligini. Auditoriya o'syapti, tushunmayapmiz nima qilish kerakligini. Farhodga telefon qilardi. Farhod, maslahating kerak. Desa, ofisga kelinglar dedi. Kech payt 11 ga borardi ofisiga. Ertalab 5-6 gacha gaplashib o'tirardi. Maslahat berardi. Keyin ulug' misol uchun telefon qilib, qaysi biri bo'sh bo'lsa-da, ulug' kelardi. Soat 11 da kelib, ertalab 5-6 gacha gaplashib o'tirardi. Maslahatlar berishardi. Amaqiy urg'uchilar, amaqiy uchun auditoriya kattashgan sari mana hozir osonda qanaqa auditoriyani yurgizish ochiq gapdi. U paytda qiyin edi, chunki u paytda auditoriya loyanniy bo'lganda, gaplashardi auditoriya siz bilan. Yozardi, reaksiya bildirardi, hamma narsangizga shunaqa edi-da. YouTube'ga yaqinroq bo'lganda. U payt zo'r edi, chunki loyanniy qilsa auditoriyasi jonli auditoriya-da, bu siz bilan gaplashadi. Siz uni tushunishingiz kerak. Men tushunmasdim-da. Shu Farhod bilan ulug' tushuntirardi. Keyin shu Xonsaroy chaqirishdik, shundan keyin birga ishlab ketdik. Xonsaroy shunaqa uzoq proyekt bo'lgan ekan, qara 22. Hozir ham bir nima boshladinglar, u keyin chiqadi baribir. Keyin chiqadi. Men gruppaga ham tashladim, nima bo'lyapti yo bo'lsa. Xotinim topdi, tushunasizmi? Yo'q. Rangini anaqa qilib, xotinim topdi nimaligini. Xonsaroy kadasi bu dedi. Voy dedim. Yo'q. Ranglari o'sha ishlatib turgan. Razagrev. Yangi proyekt ochilayotgan ekan anaqasiga. Yaxshi. Zo'r gapi. Ishqilib boshiga tushgan mushkullarni sekin-sekin yengib o'tib olishsin. Bolalar zo'r. Kimmi boshiga? Xonsaroy. Endi hozir. U haqida keyin kadr ortida gaplashamiz deydik. Endi rasmiy aka. Zo'r. Yozmaysizmi aka, nima rasmlaringiz bormi? Siz tashlab berasizmi?
qiynalib o'zim qiynalib qilaman. qidirmasdan, okey. Endi bizga imенно internetga qo'yilgani qiziq. Shunaqa rasmlar bor, okey, ishoning, voy. Yo'q, Ostin ketaman boru. yo'q, meni ham zo'r lekin. Voy. Ne bular o'chirmagan. Voy. Yaxshi pastga tushmay qo'ygan ekanda. Xo'p, 5 talikka kirsa kerak, zo'r rasmlaringizdan bu. Vor dedi. Все мы люди, но не каждый из нас человек. Nima degani shu, okey? Bilasizmi? Hammamiz odammiz, lekin hammamiz ham inson emasmiz. Tekshirib ko'rdim siz bilan, okey. Rahmat. Mana 9 yil rus maktabida o'qiganim bilan. Kashkeligimni qarang, okey. Yo, lekin to'g'risi aka, hozir mana shu odam bilan yonimda turganlaringda ikki xil odam deb o'ylardim sizni. Ha'dir, yoshlik payti. Umuman semirmagan ekansiz. Men ham shunaqa bo'lganman aka. Umuman. Qancha yesangiz ham, nima qilsangiz ham semirmasmidingiz? Yo'q. Men pisha semirmas edim. Mana shu oxiri Hozir ko'proq nafas olsangiz qorin chiqib shunaqa bo'pti. Uylangandan keyin semirib ketdi. Garmi o'zgaradi. Shunaqa. Menda ham xuddi shunaqa. Umuman semira olmasdim. Mashtosi 1 sekund anaqa qoling. Rustanbek, assalomu alaykum, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Men To'laganov anaqalari ssenariy bo'yicha rasmlar bor-ku, o'shalarni o'ta videolarni polniy ko'chirib qo'ying. Chunki bular ham уже yetyaptilar, hozir o'chiraman bu yerdan chiqqandan keyin. Asl kadr buni o'ylaman. Hech unaqa narsa bo'lmaydi, aka, turadi hammasi. Turadi. Voy, men buni o'chirsam bo'lardi. Voy, men bunaqa qilsam bo'lardi. Aka, unaqa uyat narsa emas. Ana g'alati hayotda bu. Hozir yoshlarni ko'rib tobi nima qilyapti bular deysiz, shunaqa narsa-da bu. Bizga hech kim aytmagan. Nima yasab olgan o'zidan bu deysiz. Shunaqa-da bu. O'zi zamon o'sha payt shunaqa bo'lganda aka. Hamma zamonda o'zining anaqasi bor, aka. Da. O'sha paytda adam paytda kilosh bo'lgan bo'lsa, sochlarni o'stirib, hozir bunaqa-da. Bo'yli zo'r bo'lgan o'sha paytda. Yana nima bor, aka? Zo'ri bor aka. Hozir shunda kamerani to'g'rilab oldim. Menimcha o'sha blogerlikni boshlab четкий yurgan paytlaringiz aka. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Mana shundan boshlangan. Bloger ham uyalmayman. Karantinda zerikkandan nima qilishni bilmay qilingan narsa, okey. Crash 2020. O'sha paytga yegan. Nima? O'sha payt ko'rilgan. Qancha bo'libdi o'zi? Qani hozir prosmotr 22,000 prosmotr. Okey, 22,000 mayli. 3,000 prosmotr wow edi. Ha. Nechinchi yil? 20-yil qo'ygan 20 yil, ekansiz. okey. O'sha paytga wow edi, okey, bu prosmotr ishoning. Eng qizig'i 20-yilda men Instagram nimaligini tushunmasdim. Yo, tushunardim. Blogerlar nima, ular faoliyat ko'rsatadi yoki mana shunaqa narsa qiziqmasdim bu narsaga. Ana Reels'da ko'rish degan narsalar u paytda yo'q hamida shekilli. Yo, Reels yo'q edi, postlar bo'lardi. Ha. Unaqa kirmasdim men, qarab o'tirmasdim, boshqa qilmasdim. Soqolingiz o'zingizga juda yarashadi. Kommentlar ham kelgan ekan aka. O'qib berish shartmidi shuni? Ko'zga shunday tashlanyapti-da. Hozir soqolim olsammikin, ayolim. Ko'rishkida-ku. Mana shu chakim halam shunaqa-da, mana aka, ko'rasiz-a, yo'q-u. Halam shunaqa-da. Olsam halam mana shunaqa bo'lib turadi. Hech kam. Haqiqat Mahmudmi? Yo'q-da. Soqol anaqa berib turadi deysizmi? Ha. Yo'q, aka, ashunday ajoyib. Kim bu deyapsiz? Kim berasi? Kim qo'ydi? To'laganov profildan qo'y, qayerdan qo'yapsan? Ma'mun aka 5-6 marta ko'rdim kechqurun. Nima endi bu? Bu kollej paytim, bizni kollej paytida KVN kichkinasi bo'ladi, qidi, qo'noqlar davrasida. O'shanda chiqardi, lekin hech qachon rayon saralashda o'tolmaganmiz. O'zi mana shu KVNga chiqish qiziqishim bo'lardi-da. O'zi o'sha hazil ularga shunaqa o'zimga yoqardi. Juda yaxshi ko'rardim. Mana shu qidilarni, KVNlarni juda yaxshi ko'rardim. Juda yaxshi ko'rardim, lekin umuman to'g'ri ijodga faqat o'g'illardim. Hech narsa o'zim yozmaganman, okey. Faqat o'g'illardim.
Ruskiy KVN'dan. yaxshi. Ruskiy KVN'dan o'g'irlangan hammasi. Shunaqa men yana shunaqa format qilasiz, sekin-sekin o'g'irlab keyin tushunib olasiz. Ana qilinarkan degan narsa keladi. To'g'ri, ha. Gap bor. Yangi sferaga kirganingizni nima qilishni bilmaysiz baribir. Ha. Oqlab qo'yishib. Da. O'g'irlayverib, o'zingiz ijod qilinglar. Yo endi bu o'g'irlash emas u, ilhomlanish. Ilhom, yaxshi. Shunaqa desangiz to'g'ri bo'ladi. Shunaqa. Xuddi shunaqa. Da, Amerikaga AQShga borib keldinglar yaqinda. Sразу 2022 dan 26 ga o'tyapmiz ham o'shanda. Ha, shunaqa. O'tib, oldinga, orqaga qaytib, o'tib, oldinga, orqaga qaytib Bir yuraveramiz. qadam orqaga, ikki qadam oldin. Ha, da, shunaqa. Qalay bo'ldi aka? Zo'r. Cho'tki bo'ldi. O'zi вообще oldin azaldan plan bormidi? Boramizmi yo'q? Bunaqa narsa bo'ldi. Ulug'bek dokument qo'yaman Amerikaga dedi. Kim qiladi dedi. Endi o'zi sayohatga eng qiziqadigan odamimiz Ulug'bek. Hamma qiziqadi sayohatga. Jo'shqin ulug'. Ha, qilaylik dedi. Bo'ldi, короче, da, anaqa qilib turib, bir gap bo'ladi, biz ham qilarmiz. Yoki gapni ochig'ini aytaman. Dokumentatsiya yig'ish, qog'ozbozlik, o'tdan qog'oz olib kelib, shunaqa yomon ko'raman shu narsani. To'g'risi, erinib ketaman shu narsaga. Bir gap bo'ladi, borgimiz kelyapti, lekin men yig'im kelmayapti, yugurgim kelmayapti. Keyin shu bilan Ulug'bek oldi, viza olib chiqdi. Где-то bir 2 haftami, 10 kundan keyin kelyapti. Ular shu Milliy media markazidan chiqishyapti. Borib, короче, o'tdi o'zbeklar uchun, keyin o'zbeklar, futbol ko'rish kelgan o'zbeklar uchun fan festivallar qilib berdi davlat. Zo'r, такой, cho'tki qilingan. Hech qaysi davlatdan qanaqasi qilmaganda unaqa narsani. Katta Amerikadami? Ha. Mana bunaqa bo'lyapti deb, katta maydonni parkka olishyapti. O'sha yerda estradan yaxshi yulduzlar borgan. Hozirgi trendga anaqada borgan. Ashulalar aytishyapti, bu yerda oshlar qilinyapti. Bu haqida video qildinglarmi, qilmadinglarmi? Imенно shu festivaldan. Fon festival hammasini qildik. Endi bu yerda bizni istoriyada yoritdik. Faqat bizni postimiz Vine'da bizani umr ili qanaqadir wow narsa bo'lsa qo'ya olamiz. Kimdir qo'ymadimi shuni anaqaga? Reelsga qo'ymadimi shuni? Yo'q, Reelsga qo'yib, faqat istoriyaga qo'yilgan narsa. Ketdi shu bilan o'sha narsani yoritganib olib borishdi bizani. Yoritasida shu fan zonada futbol shart emas. Futbol xolislik tushinglar, o'zingizdan kayfingizga kontent qilinglar yo'q deyishdi. Aslida bu yerda yoritib berish kerak bo'lgan narsa shu vatandoshlarni shkuhi, такой futbol shkuhi, podдержка qilgani shuni. Kim aytdi bu narsa? Bizga yanaqadan Tashqi ishlar vazirligidan aytishdi buni. O'zbekistonnikidan. Значит, viza olishinglarga ham yordam berishganmi? Nota berishdi bizning komandaga, hammaga bitta kelib olib chiqib ketdi-da. Men riskovat qilmadim. Cho'chidim. 4 ta atkazim bordi Amerikadan. Sizdami? Ha. Tushunmayman men nimaga unaqa atkaz berishayotganini, vaqti tushunmayman. Eng o'zim bundoq qarasa ham o'zim qaytib keladigan men o'zi, nimagadir atkaz berishdi. 4 ta men futbolga ham hozir men topshiradigan bo'lsam, mana komandada kim o'ynaydi desam, bizga savol javob qilishdi. Aha. Shu Ulug'bek keldi, mana shunaqa chiqishyapti. Davay dedi, bolalar bitta anaqa qilib beringlar. Endi Ulug' butun komanda boshini xolayapti-da, tushunasizmi? Ana qaqqa bo'lsa bizani tiqyapti-da, davay komandaman. Davay dedi, kirdik. Savollar berishdi, boshqa berishdi. Keyin shu bilan olib chiqdik. Bitta shu Abdurahimniki 3-o'yin bo'layotganda chiqdi vitasida. Bo'lsam biz bilan baravar kirgan. Da, bildim. 3-o'yin bo'layotganda. Nasib endi anaqa deyaptilar-ku. Shu oxiriga deyaptilar, xudo xolis. Xullas bordik, shu bilan ko'rdik, zo'r. Kechimiz ham zo'r bo'ldi-da. Tasavvur qiling, kunduz ishlarimizni qilib yuribmiz, soat obedga 3-4 telefon bo'pti. Ertalab soat 6 uchasida o'tdi. Qaytib Amerikaga. Yo'q, ishlarimizni qilib yuribmiz shu an. Uchdik, Nyu-Yorkka qo'ndik. Nyu-Yorkdan Meksikaga uchdik 7 soat. Nyu-Yorkda qolmadinglar ozgina vaqt. Nyu-Yorkda qolishga vaqt yo'q, chunki peleshina qolingan. Keyin qaytib keldinglarmi? Las Vegasda bo'ldinglar, bir ko'rdim. Las Vegasda bu hamma yoqda bo'ldik, bitta Nyu-Yorkda bo'lmadik. Voy, eng ko'rish kerak bo'lgan joyda bo'lmay qolsalar. Yo'q, lekin afsuslanmadim. Masalan, menga o'sha Arizonaga borganda, kanyonlarni ko'rganda bo'lib, miya tamomı bo'ldi menda. Dahshatda, yer yorilganda, o'sha ichi yopib. Shvetsariyadan keyin ikkinchi davlat bu. Maza qiladigan. Men kanyonni ko'rdim, tamom bo'ldim-da. Shunaqa maza qildim, bilmayman.
O'g'ri. Tabiatda anaqasida, ya'ni Mo'jiza. chiroyida, qaraysiz to'z tomish ketib qoladi. Xuddi kimdir uni bittalab devorlarini mundoq qilib o'yib, shukurkalab chiqqanga o'xshaydi-da. Yoki yo'l mammaqa-de. Endi men ko'k kiyib olganman. Ko'k Hacha bu anaqa qilmadingizda, nima deydi, aktualniy deydi-ku storieslar. qo'yganman. Aktual. Siz shu arizonni Yaxshi. Olib borishyapti, aka. Zo'r. Ko'k kiyib olganman, ko'k lion kiyib olganman-da. Ani ko'k devorga attrajeni beryapti-da, tushunyapsizmi? Voy, rasmda shunaqa chiqyapti-da, endi attrajeni shunaqa beryapti devorga. Xullas, vashi men portladi, bo'lmay hech qattiq ko'rsam roziman deb Amerika. Mashina ko'rdim. Afshi gap yo'q dedim-da. Dahshat. Juda chiroyli. Yana qattiq ko'rdingizmi? Esda qoladigan. Mayamida bo'lmadinglar? Biz qaysi shaharlarda bo'ldingiz? Las Vegasda bo'ldik. O'sha Arizonada bo'ldik, anaqasida, Kanyonlarda bo'ldik. Keyin o'sha Houstonda bo'ldik, Atlantada bo'ldik. Floridada bo'ldik, Orlandoda. Voy, ozgina Mayamiga. Yetmadinglar Mayamiga? Mayamiga nega bormadik? Gap ochib aytaman. Mayami yozda boriladigan joy emas ekanda. Mayami konkretni qishda borish kerak. Borasan, pishasan, kuyasan, qaytasan deydi. Birinchisi, ikkinchisi plyajlarga bachu chiqib qolibdi dengizdan. Tushunasizmi? Plyaj hamma qo'ydi uni borganlar. O'zbekistondan Mayamiga dam olishga borganlar hammasi qo'ydi. Kelmanglar, bachu chiqib qolgan, nimadir chiqib qolgan dengiz chetiga. Xunuk plyaj dedi. Kirdi. Biz uni o'rniga Orlandoda bordikda, Tampa degan joyga bordik. Ana o'sha aktualniy turibdi o'sha ham, aka. Oq plyaj yurganman. Bir xil Mayami bilan. GTA yotibdi shunday ko'chalar, aka. O'sha yoqqa bordik va shu dahshat quyosh botishini o'zi, u ham okean. Xo'p, endi расход. Qanaqa ekan rasxod rostdan-aka? Hammaga qiziq bo'lsa kerak. Yoningizga bir 5000 dan ko'p olmasangiz och qolib o'lib ketasiz. Yo'q, necha kunga endi? Rasxod katta. Mana yo'lkiradan tashqarimi? Yo'q, tashqari. Voy. Yo'lkirani o'zi ham 2000. Yo'lkirani o'zi aka 2000 emas. Yo'q, bu faqat Nyu-Yorkgacha demoqchiman. Shunaqa. Borish kelishingiz o'zi bir bu yoq 4 mingdan oshib qo'yadi-da. Ichki reyslardan baribir uchasizda. Chunki shtatdan shtatga orasiga tasavvur qiling. 1000, 1200, 1,5 kilometr shtatdan shtatga orasida. To'g'ri, mashinada siqilib ketasiz. Biz mashinada tomimiz ketib qoldi, aka. Lekin zo'r. Итого просто округление qilganda, примерно. 10 ming ekanda. Aka, qancha olsangiz ham ketaveradi. Men o'zim o'rtog'im 30 mingdan oshib ishlatib ketdi shu yerda. Biz bilan birga. Patarkalar bilanmi yo? Maza qildi, gap ochig'i. Bo'ldi, maza qildi. Qimmat shahar, aka, gap ochig'i, qimmat shahar. Las Vegas eng qimmat. Las Vegas вообще juda qimmat shahar, aka. U yoqda bilinmaydi, u yoqda topayotgan odam shunga topadi. Yashaysiz bilinmaydi, lekin siz u yerdan borsangiz bilinadi. Qimmat shahar. Sizga bilingan bo'lsa, Sizga bilingan bo'lsa deganingiz nima bu? Men boysiz demoqchi. Millioner bo'lisizmi? Nima beryapti? endi sredniy statistikada ancha ko'p topasiz aka. Okey. Biz Baraka. mana yuribmiz mana. Hamma o'ylaydi, ana wow deb o'ylaydi. Yo'q. Gap ochiq, el qatori prosta baraka. Bizda aka mamlaqa narsa yaxshi-da, ana komandada muhit yaxshi-da. Iloyim ko'z tegmasin. Shu narsadan qo'rqaman ko'z tegishdan to'g'risi. Ana bolalarni ko'zi pulda emas-da, tushunasizmi? Ana misol uchun oxirgi suv qolganda, 3 kishimizda oxirgi suv qolgan bolalar desa, bundoq qaraydida, ana sanich mulozamati yo'q. Masalan, maqsadga qaraymiz-da. Maqsad nima? Oyoqqa borish bu, kim bora oladi? Men bora oldim, mana yetsin deymiz, tushunasizmi? Shunaqa bolalar-da, ya'ni. Hammasiga adekvatni qaraydigan bolalar-da. Masalan, men katta bo'lsam ham, misol uchun, azizga keling, azizga o'tiring, bunaqa narsalar yo'q bizda. Tenglik juda kuchli bizda. Shuning uchun, ana misol uchun aytaylik, yo Ulug'bek, men profilimga ishlayman faqat, yo bu yo men olaman, salamchidan onlaring, menimcha. Avvalo pulni anaqasi birinchi o'rinda emas, pul muhim, lekin birinchi o'rinda emas. Bu yerda ish muhim.
hamma chista ishlaganiga qarab oladi, mehnatiga qarab oladi. Shu narsaga hamma rozi, chunki puldan ham muhim qadriyatlar bor-da. Ayniqsa Farhoddan keyin вообще bu narsa kuchayib ketdi bizda. Ya'ni umidsiz bo'ladi. Ishonganimiz bir-birimizga shulamiz. Hozirgi paytda misol uchun o'rtoqlarim ko'p, yaqin o'rtoqlarim bor, lekin konkret ishonadiganim bari bular. Tagji ularda ham shunaqa-da, konkret ishongan ham faqat mana shu komandadagi bolaga ishonadi-da. Ko'z tegmasin. Mana shunaqa. Shu narsaga ham boya aytgan gapim katta bizani komanda. Misol uchun 5 ta bola ko'rinadi-yu, lekin komanda juda katta. 20 ta 30 tamiz. Biz tog'ga chiqamiz, bu komandani olib chiqib ketamiz, katta dacha olamiz, 20 ta 30 ta olib chiqamiz biz. Kadr orqasida ko'rinmaydigan odamlar ko'pda bizda. Shunaqa narsalar bor. O'shalar ham mana shu profil orqasidan anaqa qiladi-da, qaysi ma'noda. Shundan ko'ngil. Shuning uchun hammaga bo'lsin degan narsa bor-da. Bu eng kerakli narsa shu o'zi. Xo'p, eng dolzarb biz uchun takoy savol. Bilet sotmadi. Yo'q. Bilet Yo'q, u narsaga masamning ham yo'q edi. U yoqqa borganingizda qolib ketgingiz keldimi? Ha. Shunaqa atmosferami? Yo'q. Yo'q, bu yerda pul tomonda emas, pul topish emas, pul olib turing. Aha. Endi rizqingiz qayerda bo'lsa topasiz-da, gap ochig'ida. Rizqingiz cho'lda ham boy bo'lasiz-da, agar rizqingizda, peshanangizda bo'lsa shu narsa. Bu yerda gap mana oddiy misol, mana siz ko'chaga chiqib ketyapsiz hozirda, ko'chada g'irt bergan odam kelyapti, eshigidan kiryapti. Qalaysan, tuzumsan deb kirib ketadi sizga. Oddiy narsa. Muomala madaniyati. Odamlarning miyasiga singdirilganda, bu yerda odam qadri, odamning qadri aytishadi-yu, ochiq gap, bizda odam qadri yo'q deyishadi-yu, tipi davlat tomonidan qaraganda aytishadi bu narsani. Yo'q, bu yerda odamning qadri odamlar orasida bo'lishi kerak-da. Tushunasizmi? Bir-biriga hurmati. Ha, davlatda emas, bu odamlar bir-biriga hurmat bo'lishi kerak-da. Men ko'rmadim-da, bitta odam ham men bilan so'rashimga o'tmagan-da. Liftda turibman. Ish ochildi, ikkita xotin kirib kelyapti, ikkalasidan so'rashyapti men bilan. Qalaysan, tuzukmisan? Yaxshimisan? Ha? Qushlar bossolik, kechirasan mayli. Qochib ketyapti. Bo'pti, charchama. Mana shunaqa chiqib ketyapti. Xuddi men u bilan yashayman, tushunasizmi? Nashrina mingi chiqyapti-da menida. U yerda yashayotgan o'zbek boladan so'rayapman-da. Hamma shunaqa ekan. Bu singdirilgan bu narsa deyapti-da. Masalan, просто kayfiyating yo'q deb kelsa, ha, kayfiyating yo'q deydi deyapti. G'irt berganasan dedi. Tushunasizmi? Men ko'p narsani bilmas ekanman. Yaponiya просто нереал. Mana shunaqa tomonlama, любой kimni oldiga borsang shunda qilib ko'rishib, boshqa qilib, xayrli kun tilab, o'qilib. Bitta situatsiya metroda o'tdi, o'sha pautinada metrosida kirdim. Bitta bekatda so'radim bittasidan. Bunday qaradi-da, "Bovandga borasan, antan bilet olasan, men yoqqa kirib ketasan" dedi. Okey dedim-da, rahmat dedim-da, уже tupnakdaman. Qanaqa qilib nima deganini tushunishga harakat qilaman, qanaqa borishimni. Haligi bola ketdi. Uzoqqa bordi-da, men orqaga qaradi. Tushunmayotganingizni bildi. Ko'rib turibdi, men do'diryapman. O'sha yoqqa sumkasini qoldirdi-da, yonimga kelib, yurdi, olib borib, biletimni sotib olib berib, mana Mamatdan kirasan deb, Omonga tushasan deb bir 15 minut vaqtini menga sarfladi-da. Men o'sha yerda o'sha tomon bo'ldim. Yaponiya umuman boshqa madaniyat degan anaqasini. Mashalasi ushiydi-da. Ishlash pul topish emas, odamga bo'lgan anaqasi ushiydi-da, hurmati ushiydi-da. Vashshi maza qildim mana shu narsalarga. Oddiy narsa. Yaponiyaga borish возможность bo'lib qolsa, qo'yib yubormay, boring. Aytaman, bizning planim yo'q, aka. Men xayolim bitta 3 yil kelmagan Yevropaga boraman deb, tushunasizmi? Yevropa aylab kelman. Butun boshda Yevropa aylab kelman boshlab. Komandam bilan-da. Xayolim bitta 3 yil kelmagan, tap bo'lib ketaveradi, mana shunaqa. Mittlardan necha kishi bordi? Общий, masalan, o'sha polniy anaqada. Qayoqqa? Amerikaga. Bitta Abdurahim bormadi-da. Zakadrovey? Yo'q, Zakadrovdan borishmadi. Zakadroveydan bir ikkita odamni ko'rdim deyman. Anaqa Abdulloh bor. Abdulloh bor. Bitta Abdulloh bor. Chunki Abdullohning profili pozoriyat qiladi-da. Bo'ldi. Unga ham baribir yaxshi aktiv, podpishki bor-da uni ham. Tushundim. Shunaqa. Futbolga tushdilarmi? Ekan ishni. Mana shu savol aka. Narxlar rostdan qimmat bo'lib ketibdimi?
Shu o'zi bu narsa qanaqa bo'ldi bilasizmi? Biz futbol biletini o'zimiz oldik. Chunki aytdik, bizga faqat fan zonani yoritib berilgan. Futbol qolasiz biz tushamiz deydi. Anaqadan o'zimiz sotib oldik buni. Saytdan sotib oldik. QR kodlar berishdi va shunaqalar. Normal naqd oldi, zo'r naqd oldi-da. Endi bu yoqqa 400-500 haqida ketyapti gap. Ha, shunaqa-da. Bu yoqqa borgandan keyin уже o'tda xuddi mana bizni biletlar qo'lga chiqib ketadi-ku. Bu yoqda ham shunaqa. Butun boshli Yevropa chempionatining ochilishida Germaniya bilan Shotlandiya o'ynayapti. Ko'chada yuribdi bolalar. Bilet bor deb shu Germaniyaliklar anaqalar yuribdi. Butun dunyoda bor narsa-da bu. Bu narx oshib ketadi keyandan keyin. Narxlar wow emas. 100 da, 100-200 qimmat bo'lgan biz. Shunaqa bo'ldi-da. Demak, chiqib ketdi. Forma ham qimmatlashtirib yuborishdi. Aka bu yerda men o'zim bilgan narsamni aytayman, o'zim ko'zim bilan ko'rgan, tushungan narsamni aytaman. Mana oddiy misol upgrade, misol uchun siz upgrade, siz ishxonangiz bor, O'zbekiston formasini chiqarib olasiz-da. Mana yoqqa upgrade urasiz, mana yoqqa upgrade urasiz. Xuddi O'zbekiston formasi bir xil. Xuddi shunaqa Amerikadagi o'zbek biznesmenlar o'zini brendini urdi, tushunasizmi bu yoqqa? Tushunasizmi? Sotilgan formalar o'shalar. Tushundingizmi? Buni tushunmasdan va'da qilib tashlayapti-da. Tekinga berilgan deb u. Tekinga berilgan boshqa forma u. Ular ham berildi, tarqatildi ular ham. Va chiqarishdi o'sha yerda Amerikada o'zbeklar ham ko'rgan bo'lsa, mana bu yerdan forma oldik, mana bu yerdan forma berishdi deb ko'rsatdi-da. Bunaqa forma bu boshqa forma tushunasizmi? Chist O'zbekistonning formasi tekinga yo'q edi. U o'sha Amerikadagi o'zbek biznesmenlar o'zini biznes brendini urib chiqardi, tushunasizmi? O'shalar просто tushunishmadi nima qattarganda hayvay bo'lib ketib qoldi. Necha mingta premyerni O'zbekistondan borgan? Ko'p o'zbeklar bor. Ko'p. Meksikada kam bo'ldik, kamroq bo'ldik. Qolgan hammasida bir bo'ldi, menimcha bir 5-10 mingta bo'ldi. O'zbekistondan borgan emas, o'zbeklar. Yig'ilgan o'zbeklar, butun Amerikadan yig'ilgan o'zbeklar. Hamma shu yerda bo'ldi shekilli, Evil shohlar ham, Juda ko'pchilik bor. Sherzat aka ham shu yerda edilar. Hammani ko'rdim pashti juda hammani Juda ko'rdim. ko'pchilik keldi, juda ko'pchilik aka. Mana shu Meksika haqidagi qanchalik kontrast bor ekan Amerika bilan Meksika o'rtasida. Farq. Uni sezmadik. Kartel, mafiya, tipi opasniy zona. Endi bizdagi etishligi bo'yicha jahon chempionatida kartel chiqib ketdi deyishdi-da. Nima qilib ketdi? Kartel chiqarishgan jahon chempionatida. Nima degani? Kartelda. Meksikada tashqariga chiqarib olishgan. Tashqariga chiqarishgan. Hech qanaqa aralashmasin, boshqa qilmasin, jimgina o'tib olsin deb. Masalan, biz bemalol yurdik. Tushundim. Absolutno bemalol. Soat nechi bo'ladi? Bemalol yurdik ko'chada. Necha kun bo'ldinglar Meksikada? 3 kun. Otelda yashadinglar. Otelda yashadik, ko'chaga chiqdik. Narxlar qanaqa Meksika muammo arzon yo'q. bo'lsa kerak. Vashta zo'r narxlar. Aka, mana birinchi kun itdek charchab kelganmiz otelga. Qorin och. Tushonka olganmiz. Tushonkani olib qo'yishgan aeroportda. Voy, yo'q. Hatto olib qo'ydi Amerikada. Amerikadan o'tkazdi, Meksikada olib qo'ydi. Yo'q. Nimasi olib qo'ydi. Nima bahona bo'ldi? Go'sht tipi mumkin emas? Yo'q, konserv mumkin emas deyapti. Botulizm olib kelasanlar deyapti. Infeksiya kasallik. Botulizm degani bor-da. Infeksion kasallik bor. U imunni shunaqadan yuqadi, Konservda topilgan. Keyin shu bilan olib qo'yishdi, qorin och, ovqatlanishga chiqib ketamiz, qarasak, katta uzun ko'chada Kolumbiya O'zbekiston edi-yu, ertasi kuni. Kolumbiyaliklar, ana o'sha video ham bor, aktuallikda. Kolumbiyaliklar bayram qilishyapti. O'zbekiston bayrog'ini oldida 4 ta o'zbek kirib ketdi. 2000-3000 kolumbiyalik bor edi. Yo'q. Nima bo'lar ekan? Ketdi, va shunaqa bir Maskan Abdulazizdan so'rang, okey, qanaqa xalq deb. Shunaqa dobri xalqda, tushunasizmi? O'zimizga o'xshaydi-da. Voy, shunaqa dobri xalq, hayron qolasiz-da. Quchoqlashib, qo'limizga penkalar berib qo'yib, sepishib penkalar. Shunaqa jang bo'lgan videoni ko'rsangiz, maza qilib olasiz. Maza qilib olasiz. Penkalar sepishib, maza qildi-da, futbol atmosfera o'tdi. Mashinamizni birinchi mashinani to'xtatishdi-da, mashinani chayqatib tashlashdi-da, tushunasizmi? Просто xursandchilikdan boshqada.
Kolumbiya, Meksika xalqi xuddi o'zimizga o'xshagan вообще mehmondo'st xalq. Shunaqa dobri, shunaqa yumshoq ekan. Hech negativ olmadikda u yerda. Zo'r, вообще zo'r, maza qildik. Qoyil. Meksikan demak, o'sha paytga безопасный qilib qo'yishibdi-da. Lekin bizga narsa aytishdi-da. Men Meksikada Cancun degan kurortniy zonasida ishlayapti. O'zbek bola yozdi menga. Lakas tashlang aka deb tashlasam, voy dot. Jommo appasini rayondan olibsizlar. Gasisan dotdi-da. Ashapasi dotdi-da. Qo'rqib tashyapti ana bola-da. Onasini hamsin. Hech ishlamaydi. Ulug' o'tiramiz xonada. Yo'q, ulug' bormagan. Ha, yo'q. Ulug' viza single bo'lgan. U nokta qolgan ulug'. Voy, yo'g'i. Biz o'zimiz yuribmiz kayf qilib. Qanaqa qilib Amerikaga ham Meksikaga berishi mumkin? Men shunga tushunmadim. Yo'q, Amerikadan Meksikaga ucha olgansiz. Amerika vizasi bilan Meksika to'g'ri emasda, Amerikadan Meksikaga kira olgansiz. Hop, ulug'da nima bo'lmadi u narsa? Single-ku Amerikadan chiqadi-yu ulug'. Qaytib kira olmaydi, bir marta kirish chiqish mumkin-ku ulug'ga Amerikaga. Ana multi emas. Multi emas, bizaniki multi edi. Qanaqa ulug'ga ni multi, sizlarga multi berib qo'ydi mana shuni. Bizni nota bilan oldi-yu. Ulug' o'zi harakat qilib oldi, asliga o'sha multi yedi. Lekin eng qizig'i, mana shu multidan ulug' olib berdi bizga chiqib. Qo'limizga qilinlatmadi. O'zi yugurib, o'z dokumentlarini to'g'irlab, bizdan kirgizib yubordi, chiqasizmi ichkariga borlaring debdi. Ulug'ga endi Amerika VIP. Mana shunaqa bo'ldi. Gapi cho'tka. Maza qilib keldi. Tak, endi kino haqida gaplashsak-a? Lag'mon filmi haqida. Mana nimaga chiqmadingiz deysizmi hozir? Endi chiqdingiz kelar qattidadir a? Kino ko'rmabdilar. Hop, keyingi savol. Ko'rdim. Keyingi savol ko'rsanglar. Men chiqmadimmi? Bunga chiqmadim. Shunaqa qilib kinoda orqadagi hamma ko'p ishlarni o'zingiz zimmangizga oldingiz. Ha, shunaqa bo'ldi. Chunki baribir o'zi ungacha ham katta syomkalar hammasini o'zimiz qilganmiz. Bunisi ham baribir kinoni olinish jarayonida ko'p mehnat bor-da. Bundan ham o'zimizdan kimdir bo'lmasa baribir mehr deydi-yu, mehr singmasa odamlarga baribir maza qildira olmaysiz-da. O'shanga tashkiliy ishlar baribir, lokatsiyalar, komandani bu yoqqa jo'natib tortish, xullas hammasi o'zimizda edi-da. Rolga chaqirsa bu narsani qila olmaysiz. Shuning uchun o'tdagi bizni zo'r tarafi rol tanlashga narsa yo'q deydi bizda komandada. Masalan, yaxshi narsa yozilsa ham men o'ynayman desa Abdullo to'xta men o'ynayman, unaqa narsa yo'q. Menga ham beringlar rol degan. Ha, unaqa narsa yo'q. Shu tarafi zo'r bizda. Nimaga chiqmagingiz sababini aytmaysizmi? Yo'q. Bak va'da berdingiz, siz intervyudan keyin naqa qilaysan dedingiz. Yopiq kanal aytaman. Privat kanallari bor ekan, bilib oldim. 29 million. Ulangan ekansiz-a? Ha? Yo'q, bo'ldi. Eshitmay qolyapman. Sizlarmi? 29 yilda qattiq bilib oldim. 130 milliga ham bor. Voh! Uchta kategoriyaga bo'rilgan bizlar anaqamiz deydi. 26-yilda To'laganov unchalik aktiv emas. Sababi nima? Ssenariy shuni yozibdi aka, men bildim. Yo'q, o'zi tegi umuman почти 23 yil tugayapti aka o'sha. Yo'q, 23 yildan beri men profilim bir xil yuradi. O'zgarmagan. Yo'q, vayn qo'yilish anaqasi ham. Qanchada bitta qo'yasiz? 2023-yilgacha bir oyda 5 marta 6 marta qo'yardik. 2023dan keyin уже bir oyda ikkita qo'ysam, bitta qo'ysam qo'yaman. Bizda nimaga? Oke, mana bizda anaqa narsa bor-da, profil ko'p-da bizda, tushunasizmi? Abdurahim, G'ulom, Ulug', Murod, men 5 ta profilimizda bizda. Bu yerda shunaqa narsa bor. 2023-yilgacha meni profilim aktiv bo'lgan.
Men Pro Max'da men profilim ishlangan. U yerda kim klanga chiqadi farqi yo'q. Keyin 2023dan keyin baribir bizning katta dohodimiz aktivniy profildan keladi. Bizning eng katta aktivniy profil ulug'niki baribir. Ulug'dan keyin hozir g'ulomniki bo'lib turibdi. G'ulomniki 2023dan keyin yaxshi otib yubordi, profili zo'r ketdi. Bo'ldi, kuch yo'qqa beramiz. Ha, shunaqa narsa-da. Prosta nima anaqasi bor? Masalan, ulug'da почти 5 million auditoriya bor. Rahimda 1 million, menda 1 million, Murodda 1 million bo'lyapti, G'ulomda 1,5 million bo'lyapti. Baribir pik shu bo'ldi-da, o'sha auditoriya pik shu tushunasizmi? Siz men hozir bitta bang'it 10 million yig'a olmayman baribir o'sha. Eng glavnisi face bor. Taniydi ko'rgan odam, biladi kimligimizni. Bo'ldi, uznamaymiz bor eng glavnisi. Upor baribir stimul pul bo'lgandan keyin bu yerda pul topish kerak, pul kelish kerak. Qaysi profil aktiv bo'lsa, shunga kuch beramiz. Qolib ketib qolmaydimi boshqa? Yo'q, mana kichkina qo'yolmayman-ku. Abishni qo'yiladi. Misol uchun qanaqa tushunsam bo'ladi sizga. Bir oyda 4 ta 5 ta video bor-da. Bo'lmadi deganda ham bor. 4 ta 5 ta video bir oyda. O'sha siz chiqqan videolar. O'zim profilimda. O'zi bitta ikkita qo'yaman dedingiz. Yo'q, reklamani qo'shaman. Vayn boshqa, reklama boshqa deb bizda tushunasiz. Ijod boshqa, reklama boshqa. Reklama ham qo'yiladi-da. Bizda shunaqa narsa bor, bir xilla bor. Даже profilimiz addeligini bilmaydi, tushunasizmi? Bir-birimiz chiqib yuraveramiz biz. Shuning uchun bundoq ko'rib ne chiqmay qo'yding, ne yo'q san demaydi hech kim. Chunki ko'rib turapsan. Hali bir-birimiz chiqib yurganimiz uchun har doim bormiz deb. Demak, ssenaristimiz faqat siz o'zingizni profilingizni izohat qilganda. Shunaqa. Shunaki masalan boshqani profilini ko'proq upor beramiz dedingiz-ku. Do'la hamma chiqib ketaverar ekanda. U profil egasiga degan anaqa yo'q ekanda. Yo'q, bu yerda unaqa narsa yo'q, umuman unaqa narsa yo'q. Bu yerda bo'linish o'zi taqsimoti bor. Shunaqa joyi bor. Ishiga qarab. Ha, ishiga qarab. Bu yerda profil umuman ahamiyatga ega emas. Profil egasiman degan narsa ahamiyatga ega emas. Umuman unaqa narsa yo'q. Zo'r chotki. Ajoyib. Da. Ssenaristimizni o'zi ko'rmagan hamda kim bu o'zi? Mana ko'rmagan inson turibdi. Men ko'rgan. Basharang tursa. Men ko'rib chiqdim. Kelishardi. Hozir yo'qmi? Telefon Sen ko'rib o'tirgan ekanlar, to'lgan olib ketdi. Qochdim. Qochib kelyapti to'laganimni. Mazza qilmayapman. Yo'q, mazza qilgan savollar yo'qmi? Qani, bering hazillashmam yaxshi ketadi. Gapirib oldi ichida. To'xtab turing, hozir oxirgi olib qo'yganmiz. Qarang, yangiliklarga o'tamiz aka. Issiqlar qalay mana. O'zbekistonda anomal issiq sababli bog'chalar o'zi yopilishni boshlabdi. Yangiliklar chiqdi shu. Qalay nima shunga? O'zi to'g'rimi? Masalan, issiqda masalan ichkarida o'tirsa bo'laveradi-ku. Konditsioner yoqib, masalan, bog'chalarda ham yopish. Bu yerda bitta narsa bor. Bitta narsa aytsam, u narsani o'chirib tashlaganman degan. Yo'q-da, mana ko'rasiz, topa olmadingiz-da. Men o'zi Toshkent shahar 5-yuqumli kasalliklar shifoxonasida 5 yil ishlaganman. Men medikman o'zi, aka. Qanaqa unaqangiz? Infeksion ishlaganman. Siz med uchrashuvni bitirganmisiz? Iye, men sizni tashlab qo'yaman aslida. Qayerda o'qigansiz? Qo'yavering. Qo'yavering. O'qiganmisiz? Qo'yavering dom. Mana bu. Mana med bitirganman. Qayerda o'qiyapsiz? Men 3 yil Rossiyada, keyin Andijonda o'qiganman. Medikmisiz siz ham? Aka, magistraturani yaqinda bitirdim. Murdalarni yorgan. Nima sizniki? Men radiologman, vrach radiolog. Mana deysiz. Gurkul. Mana deysiz. Chiqib ishlamoqchi emasmisiz dashi? Ish qilib? Bor, yo'q emas. Yo'q, ishlayman aka, xudo xolasa. Xullas o'sha yerda nima narsa bor, bilarkansiz bunda aytaman. Oddiy misol, aka har kuni bolaga aytaman-da, kun suv bo'larkan, men qanaqa narsa yemalaringni deyapman-da. Nimaga? Siz oshqozonda achiydi bu narsa deyapman. Bolalar ishonmayapti. Oshqozon ovqat achiydi. Niye achimaydi deyapman? Achiydi deyapman. Oshqozonda ovqat achiydi deyapman. Xuddi shunaqa narsa bor-da. Mana bu yerda
imенно bolaga zarar tarafi bor. Yosh bolani olib turibdi deyishardi kichkinagimizda bilasizmi? Mana shu narsa quyosh urmaydi o'zi u narsani. Shu issiq miyani qattiq achitib qo'yadi-da. Rostdan bu narsa borki, miyani qattiq achiydi. Bolalarda bu narsa tez bo'ladi. O'shanga kichkinagimizda bilsangiz issiq yurgan bola taqi ismig'i chiqib, qusib, anaqa bo'ladi-yu, olib turibdi deyishadi. Shu narsa bor-da, olib turmaydi uni. Shu issiqlu manasini qo'shilib qo'yadi. Issiq havo manasini qo'shilib qo'yadi-da. Bolalarda o'shaning uchun bog'chalarni yopishi to'g'ri bilan, chunki baribir ichkarida o'tiradi, siz ham ko'rasiz, hamma svet o'chib yotibdi hozir. Bog'chalar muzdek ushlab turish qiyin, juda qiyin. Olib borib kelganda baribir quyoshga chiqadi. Olib borib kelish bor. Salqin ushlab turish qiyin, chunki напряжение hozir hamma konditsioner yoqadi, boshqa qiladi. Напряжение baribir bilasiz-ku, o'chadi bizada. Da. Ko'p o'chyapti qandaydir. O'shaning uchun ham bu narsani men to'g'ri hisoblayman, lekin endi ishlaydigan oilalarga sal qiyin bo'ladi-da, ya'ni bola. Shu tomoni bor. Shu tomoni Bola bor. kim bilan qoldirish Shunaqa tomoni bor. Chunki hozir yosh er-xotin ishlaydiganlar juda ko'p-da. Mana shu temada anaqasiga qiladigan bo'lsa, AES qurilishi, atomniy elektr stansiya. Jizzaxda deyishyapti, qayerda deyishyapti shuni, qurilishini? Eshitdingizmi? Eshitdim. Qayerdadir. Nima deysiz shu narsaga? Qanaqalik? Bu narsa ancha oldin chiqdi. Ha, ancha oldin chiqdi bu narsa. Mana endi start berilayotgan ekan, sekin boshlanayotgan ekan shu narsa. Yana men endi buni uquvini bilmayman, lekin kerak deb o'ylayman-da. Oddiy narsani aytaman sizga. Dubayga borgansiz, misol uchun. Qanaqa issiq joyda, lekin mo'llarga kelsangiz, muzdek turadi-da. Bu narsa nimadan? Bu напряжение zo'rligidan-da, yoki bizda ham misol uchun kirsangiz, ko'p bizdan endi yaxshi muzat bera olmaydi. menda ertalab o'zida bir 30 marta o'chib, 30 marta yonyapti svet. Uyda Холодильник, televizor, Opasniy tarafi ham bor, lekin foyda tarafi ham bor-da. Shu mana svet ana shu bo'lsa svet o'chmaydi-da, yine. Da. Energiya Endi men o'tmaydi-da. dunyo anaqasini miqyosida qaraydigan bo'lsa, bu narsa 3 martami, 4 marta bo'lganmi? Общий adashmasam agar men eshitganlarimdan o'sha Chernobylda bo'lgani, Yaponiyada bo'lgani, Yaponiyada ham bo'lgan. yer qimirlaganda bo'ldi-yu. Oxirgi suvli toshib daddirib, oxirgi ham dars ketsa ham yomon-da u narsa. Juda qattiq anaqalarga olib keladi, asoratlarga olib keladi. Atrofidagi necha yuz kilometrda yashab bo'lmaydi-da. radiatsiya deb to'g'ri. Tamomda. Anaqani ko'rganmisiz, ana serialda Chernobylskiy AESni? O'shani bitta ko'ring. Chet elliklar ishlagani bor, dahshat ishlab qo'yishgan. HBO ishlagan. Masalan, ko'p davlatda bor, baribir deb qolasiz. O'shalar bir 4 ta 5 ta shunaqa bo'lganda, to'g'ri? Примерно. No, lekin agar hammasi joyida ushalsa, qaralsa, vaqtida obслуживание qilinsa, undan sut ekan anaqa yo'q-da, tok yo'q-da. Davlatga zo'r bo'ladi bu narsa. Agar shunaqa общедоступный qilib bizga chiroyli qilib berilsa, maza qilinadi. Svetni narxi, svetni zo'r kelishi yaxshi narsa-da. O'sha atomniy anaqada texnologiyada o'sha raketa qurishyapti. Raketa. Atomniy shu взрывda, kontrolируемый взрывda danligiga qarab ketadi. Bizdan qilishyapti. Shuni boshlashdi уже. Bombalarni yo'qotib, mana shunaqa narsaga ishlatishsa yaxshi bo'lardi, lekin bir-birini qo'rqmasdan. Ostashiyman. Eng global tinchlik bo'lsin-da. Ana hech nima tatimaydi. To'g'ri. Bormisiz, yo'qmisiz? Men issiq ham sovuq ham bormi? No, peshanangiz unaqa demayapti-da. Yo'q, bu peshana issiqda qonim quyiladi mana. Qon quyiladi issiqda. Bu yoshligimdan bor narsa. Qonim quyiladi. Men qon quyilgan dori ichasini farqi yo'q. Issiqda qonim quyiladi mana. O'shaning uchun kuniga 2 litr 3 litr suv ichaman. U zo'r ham-ku. O'shandan bu qon quyilgandan. Lekin o'zim sovuqga ham, issiqga ham chidamli deganda qanaqa chidamli? Nolimayman ochiqga. Isib ketdi. Arktikaga bordingizmi? Arktikaga bordingizmi? Yo'q. Suvga tushib anaqa. Qizil idishlarni kiyimlarda. Bormadim, lekin Eng sovuq ham chidayapsan. Eng sovuq davlatingiz borganingiz. Eng sovuq davlatga bormaganman.
yo'q. O'zbekistonda to'g'rimi o'sha? Minus 15 20. Hech qayerga chiqmaganman. Qishda chiqqan joylarim ham kurortli joyga borganman. Issiq joylar. Issiq joyga borganman. Sovqatib o'zimizni faqat o'zimizdan sovug'imizdan ko'rganman, deymi? O'zimizdan sovuq ham jabr qolishmaydi. Boshqa Bizdan davlatlarga. sovuq qaytanga yoki eng yomoni. Misol uchun Amerikada Rossiyada minus 50 bo'lyapti, Moskvada deydi. Bizda minus 10 bo'lyapti, minus 5 bo'lyapti deydi. O'shandan sovuq bizdan. Bir xil bo'ladi. Takkilatib qo'ygan sovuq. Bizaniki yomon. Xorazmga borganman. Xorazmda короче suvda yani. Shamol urib turadi. Xorazm O'zbekistonga kirmaydi-da. Qanaqa отдельный planeta bor, Marsmi? Bitta kirsam amitlarimcha achishyapti-da. Ki bitta uxlab tursam, ani suv bor, chizib tashabdi-da, yoki chizib tashagan suv, shamol chizib o'tganda, tushunasizmi? Chizib o'tganda. Hayrat etib beradi. Yozda biz Afrikaga ko'chib o'tamiz, qishda Arktikaga ko'chib o'tamiz deydi. Cho'l anaqasi yomon-da, yoki mana ochuv joyda. Mana Buxoro ham hozir borsangiz yonyapti. Lekin kech payt salqin bo'ladi. Buxoro ko'p borganman. Hozir mana kunduz va chidolmaysiz. Kech payt shamolda. Mazza shamol. Hayron qolasiz. Qayerdan deysiz? Cho'ldan keladi-da shamol. Cho'l. Ochuv bo'lsa yaxshi-da, anaqasidan tog'ga chiqsa ham anaqaga bekorga hamma dachaliga qo'zg'almaydi-da. Boshqacharoq havo o'tdi. Tepaliroq bo'lsa ham sovuqlashadi. Shu tepalikni gapirganda yaqindan ikkita para chiqdi-yu. Empire State. Nyu-Yorkda. Shularni 20 yilgacha qamash mumkin ekan. Qo'yib yuborishdi. Yo'q, 20 yilgacha qamash mumkin. Video chiqdi-yu, qo'yib yuborgani chiqib bir bilan. Endi ularda hammasi. Qo'yib yuborishmaganmi? Qarang, Amerikada anaqa ketaveradi-yu, nima? Расследование ketadi-yu. Chiqarmaydi, подписка не выезди qilib qo'yadi. Nima qiladi? No, yuraveradi. Ishga turadi. Yoki zalog to'laydi qanchadir, yuradi, no, при этом anaqa ko'rib Men ketdilar. qamidi ko'tarib yubordi, qayta zo'r bo'ldi-yu. Endi ularga farqi yo'q bu narsa. Yo'q, endi qarangda aka, hozir agar hech nima qilmasa, bundan keyin chiqib turganlar ham ko'payib ketadi-da keyin. Mana bizaniki uchun Nesvanni boshlayapti, mana shu yerda qo'lim so'raysan deyapti. Lekin agar bitta telebashda chiqib shunaqa qilsalaring, Nesvanga chiqib qilsalar. O'zbekistonda hamma erkaklar oq qiladilar deydi. Kechaman san. Unaqa qilalaring. Kerak emas, jinni bo'lar edi. Ayollar ham, qizlar ham rosa stories qo'ydi. Agar menga mana shunaqani qo'limni so'rashmasa, mana shunaqasiga kerak emas, boshqachasi deb. Voy bu. Qorni bor, gelikda kelsa rozi bo'laveradi. Bechora bola 100 kilo bo'lsa nima qiladi? Chiqish yetadi u yoqqa. Oh. Qassoblar nima qiladi? Bering savollaringizni aka. Sen chiqmoqchimiding nima deding? Nodir. Akan tako европейский bola ekanlar. Yo'q, Xorazmdan-da. Xorazmlimiz? Qatdas Xorazm. Ha, zo'r, okey. O'z Xorazmliklar qizlari ham, bolalari ham anaqaga o'xshaydi bor-ku, ana. Brad Pittga. Qanaqa oppoq-da, aka. Boshqacha-da. Montajyorlar hammasi oq bo'ladi. Xorazm qo'yadi ekan. Zo'r-da. Mashina qilardi. Qadrlashaman. Xorazmda o'rtog'im mashincha aka. Hammasi zo'r boyvachcha bo'ldi. Xorazm Ukrainaga o'xshab talant chiqargan ko'p, bilasizmi? Juda ko'p talantli. Menda masalan faqat montajyor operatorlar hammasi Xorazmlik bo'lgan, nimagadir bor, bilmayman nimaga. Va hozir danniy momentda ikkita montajyor operatorimiz bor bizda, ikkalasi ham Xorazmlik. Hozir ular rep yoryapti. Lekin yoryapti. Anaqa boshlab berganda asl keyin hozir nima edi? Hozir ko'p. Ag'a. Ag'a anaqa ham bor, ana biza Urganchdan yana chiqdi-ku, ko'rdingizmi? Yo'q. Mangu professional MMA ligasida shunaqa zo'r chiqib yotdi. Shoshullar endi kallon qilib shunaqa beryapti. No, eshitmayman. O'sha ashullarni keyin eshitib yuribman-da, yoki ishonasizmi? Yo'q, o'qib qoldimi? Zo'r ritmlari, gaplari shunaqa cho'tki o'qilgan. Bayis chiqib yotdi Xorazmlik, bayis chiqib yotdi. O'sha ashullarga o'tirdi miyam o'sha ashullar bor. Bering o'sha bayis haqida savol bering, zo'r gaplarim bor bayislik. Nima haqida? Bayislar haqida. Bayis mana.
Hazillashtir, okey, hazillashtir. Men ko'rmadim aka shunga ming bor savol topa olmadim bunga hozir. Mana bunga nima deysiz endi mana qo'yib beray. Eshitgandirsiz ham. Bunaqa beray. Dedim o. Yo'q qilib bo'laman. $3,000 boshlanishi 5 millionni berib turaman. O'ldirib turib, o'g'lagan payti olib kelib turib, nakazlashi deyman. Bo'laveradi. Andijon viloyati Asaka tumanida yollanma qotil orqali sobiq erini o'ldirishni rejalashtirgan ayol qo'lga olindi. Eriga anaqa killerdan o'qigan. Da ajoyib. Qanday odamlar mana shu killerga anaqa qilib o'ylar ekan. Yana arzimagan pullar-da. 2000-3000 dollargacha odam. Men o'zim aka detektiv jinnisman, gap ochig'i. Men YouTube'lardan ham detektiv voqealarni aytib berishadi-yu, просто nima bo'lganini, shunaqa golosini eshitib yuraman-da. Qanaqa o'lganda, oxirida kim qotil bo'lib taxmin qilib o'tiraman-da. Ko'p bunaqa narsalar, chet elda juda ko'p. Xotiniga, eriga killer yo'llaganda, lekin pul ham ko'p-da, aka, u yerda 150 ming, 300 ming dollar haqida, 500 ming dollar. Men bitta 1,5 ming, 3 ming so'mni hozir beraman. 3 ming keyin beraman. Qani shu ham nasiya-da. Shu ham bo'lib to'lashga qara killerni shu yerda ham. Qo'yganni 12 oyda bo'lib. Unaqa nimaga men bir kun qoldim. 12 yilga bo'lib Killer ham unaqa ishlayapti hozir bo'lib to'lashga. Zamon talabida aka. Opa svetga pul to'lashim kerak, gazga pul to'lashim kerak. Tushunmayman hozir. Bola chaqam. Tasavvur qiling, yerni o'ldirib bo'ldi, pul kelyapti. Killer timo qilib, sharoitni tutyapti. Opa berarib bor edi, mana ham. Berarib bor edi. Sudga beryapti anaqada bu. Men pulni to'lamadi deb. Yo'q, demak, undan eriga o'sha pulni bersa bo'pti deb ketdi. Buyurmasinmi işte? Killer buyurmasin. Da. Killer gapmi işte, halol peshida TikTokka pul bermayapsan. Da, rasm qo'ygandim men ham. Rozi emasman, ikki dunyoda. Boshqa joyda gaplashamiz. Yo'qda so'rab olaman. Astag'firullah. Chuqurlashib ketdi. Shunaqada fantaziylar yig'ilib qolsa. Albatta yomon bo'ldi. Storiga qo'ydim shu narsa. Ikkita bola 18-19 yosh bolalar-da. Gaplashyapti ana. Короче, yoshligingizda bo'lganmi sizda ham? Masalan, men o'rtoqlarim bilan ana temir yig'ardi, mis yig'ardi, baklashkalar yig'ardi-da, topshirardi. Baklashka butilkalarni pulni olib pap qilardi-da. Ashaq pul topardi, kayfga pul. Kichkina bolalarmiz bir. Bo'lsa bir 10 yosh bolalarmiz, 12 yosh bolalarmiz-da, shunaqa pul bo'lishib yurardi. Ramazon aytib chiqardi, pul olardi, bo'lishardi, shunaqa. Bo'layotgan paytda janjal bo'ladi o'rtalarda. Nimaga sen ko'p olasan? Shunaqa janjal bo'lyapti ikkita bo'ladi. Mazaq tomosha qilib turibman-da. Ikkita bola bir-biriga. Unaqa qilma. Tem bo'ldi deyapti. Anisi, senga menga deyapti-da. Menimchasi qoladi deyapti-da. Unaqa qilma, nima qilasan olib qolib desa, bugun anaqa tikamiz, Fransiya, Ispaniyaga tikamiz. Dedi-yu, tushundingizmi, anu bo'ladi. Miyam portlab ketdi deyapti-da. Anu bola nima deyapti bilasizmi? Unaqa qilma, birovni haqqi buyurmaydi, teng bo'l deydi. Miyani yarim ishlamayapti shu hozir. Yarim ishlayapti miyani, birovni haqqini tushunmayapti. Lekin halol harom tushunmayapti. Mana shu YouTube shortslarda aybdor hamma narsaga bor. Okey. Voy, shunaqa ani aytolman shu istoriyadan-da, bolalarning telefoniga qaranglar davomida. Qarash kerak-da. Juda oddiy holat bo'lib qoldi. Bunaqa yoshli bolaga Fransiya bilan anaqaga tikish totalizator deyish. Uchunchisi bu bir kun oldin qaysi o'yinda ko'targanda bular o'sha bo'lishyapti bular. Qo'yanni olib qo'yapti tikishga. Voy, da. Men qanaqadir ish qilib, Yo. ishini pulni bo'layapti, o'ylab. Yo. Da. Mana
UFC'da. UFC ko'rasizlar, qiziqasizlar. Jinnisiman, gapiramiz. Jinnisiman. Konorga nima deysiz aka? Ha? Konorga nima deysiz? Oxirgi bo'yga. Oxirgi bo'yiga. Hamma shokka tushdi aka. Oxirgi 35 sekundga nima deysiz? Odamlar uyg'onganda ertalab turib, yakshanba kuni aka, ish anaqa bo'lib, O'zimga afsuslanib ketdim-da. Men xuddi taxminim chiqdi, pulni oldi, ketdi u bo'ldi. Ha, shunaqa qildi. Hamma shunaqa qilyapti. Pulni oldi, ketdi u. Bo'lishi mumkin emas-da. Chunki tayyorgarligini videosi chiqyapti. Xuddi shu Hollowayga yugurib tepgan anaqasiga tepyapti-da, ham bir xil. Oyoqlari cho'tki ishlayapti. Yo'q, ana oldindan travmasi bo'lgan bo'lishi mumkin, yetmagan deyapti-yu. U tayyorlanish o'zi zo'r, jo'ski shug'ullanyapti. Siz nima taxminingiz? Bu o'yin bo'ldimi yoki o'yin bo'lsa, bilmayman qanaqadir o'ziga minus emasmi u? Yo'q. U aka, bunaqa narsa bor-da. Konor chiqqanda basharasini ko'rdingizmi? Ishib ketgan. Boshqacha. Boshqacha. Nimaga u ko'p ichurganda Fohibat Instagramga o'zini rasm videosini ham qo'ymay qo'ydi. Nimaga? Chunki ajali tushib ketgan uchun. Botoks qildi ametlariga. Botoksda men o'sha salonda ishlaganimcha uchun botoksni bitta ko'rib bilaman. Yoki botoks urilgan. Bitta. Mimikalar yo'q yuzda, oldindagi zver qarashlarni qila olmayapti, chunki mimika ishlamayapti, botoks bor. Shishib ketgan yuz ametlarni to'ldirganda, ajinlar yo'qotish uchun. U nosog'lom hayotga o'tib bo'lganda. Bo'ldi, o'sha faqat hayot topib ketib bo'ldi. Pul. Oka 30 million qanaqa pul u? Nalog polgini olib tashasin, meni 25 million, 20 million toza qoladi o'ziga oka. To'g'risida. Shu yerda ham rekord turib ketdi-da u. Shu sotuv ochildi, bo'yiga 4,5 topgani qilib 5-6 ta topoy boyetslar 20 nechta million qildi, bitta Konor 30 million shunaqa privel turibdi. Oka, UFC o'zi katta pul bermaydi. Mana bir boks bilan UFC'ni solishtirsangiz, UFC past yurardi, boks zo'r yurardi. Konor shunaqa qildi, UFCni tepaga banglatib, boksdan ham fanat ko'payib ketdi UFC'da. O'shanda ham UFC katta pul to'lamadi anaqalarga. Chunki Dana White pul bermaydi, Dana White qiymat beradi Bayesga. O'sha qiymatdan pul ishlaydi u Bayes. UFC Bayesga qiymat beradi-da. Bo'ldi, u qiymatdan pul ishlaydi. Bo'ldi, chiqadi, o'zining davlatidagi reklamalarni qiladi, mirovoy reklamalarni qiladi, u zo'r pul topadi o'sha Bayes. Lekin u katta pul bermaydi. U berayotgan qanchadir 600 mi, 700 mi, 1 million beradi aka, shunaqa zo'r Bayesga-da. 2 million narib bersa beradi. U pulini yarmi tayyorgarlikka o'zi ketib qoladi u pul aka. U trenerskiy yo'q ko'tarib beradi faqat. U faqat o'sha aytavanu keyingi reklamadan pul ishlaydi Bayeslar. Lekin men o'sha hozir UFC'ning urovini pastga sekin tushyapti, yana boks chiqyapti hozir yana. Amerikada tushishingiz uchun bitta rayonda 2 ta MMA zal, 8 ta boks zal bor ekanda. Boks. Meksika to'lib yotibdi. Sen naves qilib turib tegiring qo'yib yuborgan. Yo'q deyapti. Kartel odam bo'ladi deyapti Meksikada. Yo'q boksor bo'ladi. Bo'ldi, boshqa yo'l yo'q deyapti. Yo'q futbolist bo'ladi. Karyera bo'yicha. Meksikani futboli yaxshimi? Men uncha bilmayman. Yaxshi o'ynadi. Futbol yaxshi. Atak o'zi 10 yil ichidacha. Yo'q, endi juda bunaqa zo'r natija qilmaydi. Lekin futbolistlar hammasi legionerda, aka. O'ynaydi, chetlida o'ynaydi hammasi. Chiqib qoladi ichida normalnilar. Ko'p. Lekin boksda yomon shug'ullanar ekanda. 8 yoshli bolam ko'ryapman, o'sha toq ishlayapti-da. Havaskor kerak emas. Primoy profga tayyorlanar ekanda ular. Primoy prof mashinaqada. Eplomasi kartel. Eplomasi kartel, zato sportsmen kartelda, shu real shunaqada, aka. Ularga anaqa kartelga anaqa ichga chakilgan bolalar olmas ekanda. So'raysiz, qiziqasiz, nima qanaqa yo'q deydi. Serioznilarni oladi. Bizda ham ko'p shunaqa bo'ldi-yu. Salani buqalashding, boshqa qilding, ko'p stopga tortib olishadi. Shunaqa paytlar bo'ldi. Astag'firulloh. Toshkentda bitta kanalida bitta ayol cho'kib ketib turganda Milliy gvardiya kelib qutqaramanda o'zi cho'kib ketib qoldi, 21 yoshli bola. Yaqinda bo'lgan narsa. Yaqinda. Eshitdingizmi? Shu. Nima deyishim mumkin unga aka, to'g'ri. O'zingizni anaqa fikringiz deydi. Fikr bildirib bo'lmaydi, avvalo. Endi bir tomondan Milliy gvardiya
ishida biladi, to'g'rimi? Yo'q, конечно, u bola birinchidan cho'kayotgan odamni qutqarish uchun odam mard bo'lishi kerak. Chunki cho'kayotgan odamni qutqarish eng qiyin narsada. O'zi cho'kib ketasiz-da. O'zi tortib ketadi. Men bir marta kichkina bo'lganman, lekin amakim o'g'li cho'kib ketayotganda qutqaraman deganman, o'zim cho'ktirib yuboradigan. Ustimga chiqib qo'rqqanman. Mana qilaveradi. O, yomon, cho'kib o'laman deb o'ylaganman. Avvalo yurak kerak unga. Mard odam qiladi, bilasizmi? Mard odam qiladi. To'g'ri. Ko'pchilik anaqa mard bo'lmasa, rostdan aytganingizdek, hay, o'lishim kerakmi, ishimmi deb bo'shadi, ishimni oladi deydi. Mard odam shunaqa qiladi. Joylar jannatda bo'lsin akamizning, oila a'zolariga sabr. Respekt. Mototsikl haydaganman dedingiz? Bir marta. Bir marta atigi. O'rganmasdan, boshqa qilmasdan. Ya, просто yoqmaganmi? Avtomat korobkamidi? Ha, yoqadi. Okey, yomon yoqadi. Mototsiklni mana komandali bolalar ham biladi, haligacha to'xtatishadi shu narsadan. Yo'q, kerak emas deyshadi. Ichimda yonib turadi shu narsada. Mototsiklni etmasdan olish kerak deb bekorga chiqmagan ekanda, etsiz qaytarishar ekanda. Shunga yo bir kun baribir haydayman, baribir olaman, baribir. Baribir olaman. Kelajakda bir kun olaman. Mana men 40 ga chiqib qoldim. O'shada olasiz. Baribir olaman qachondir, haydayman. Xitoyda qarang, sun'iy intellektni kuchayib, robotlar kuchayib ketadi. Chivinlarni otadigan robot chiqibdi. Chivinlarga qarang, otib yurar ekan. Serios. Yaxshi ekan. Serios. Bizga kerak shu narsa bor. Pashshalarni tutadigan qilib. Chivinlarni butunlay qirib tashlaydimi o'shanda bular? Yo'q, qirmaydi. Operasion zonangizga qo'yib qo'yasiz. Chup otib turaveradi. Men 7-savol tushunmayapman-da, savolga qarang. Dron orqali jo'natilgan narkotik qo'lga olindi. Srazu ketidan hech qanaqa anaqasiz, znaksiz, boshqa narsasiz To'laganov AQShga jahon chempionatini tomosha qilishga borib keldi. Dron Princhum To'laganov pastda bo'lish kerak-da, va men qolib ketgan просто. Bu Chernovikda qo'shib yuboribdi-da. Yo'q, qanaqadir dron bilan aloqangiz bormi? Dron olib kirib sotmaysizmi? U keyingi kurs. Naras qayerdan bildi desam. Dron mayli, ammo qayerdan bildi? Yo'q, qoyilki, men yangilik ko'rmagan ekanman, ko'raylik. Chegara qo'shinlari va ichki ishlar organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Surxondaryo viloyatida narkotik moddalar kontrabandasiga chek qo'yildi. Afg'onistonlik noma'lum bo'g'ozga o'qigan savollar mana shu. Shu. yordamida O'zbekiston hududiga o'tkazishga uringan. Ko'rilgan choralar natijasida ushbu noqonuniy harakat fosh etilib, uchuvchisiz uchish apparatiga mahkamlangan 2 kilogramm 32 gramm miqdordagi opiy moddasi ashyoviy dalil sifatida olingan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yasini topar ekan. Anaqalari bilan topadi, danilari bilan. Balkim Dron danilari bilan. Registratsiya qilayotganda polni olar ekan hamma narsani. Chet elda. Men o'tganda hamma danilarim kirgizdi-da, Ispaniyada. Ikkita dronim bor. Ular anaqada turadi. Turkiyada turadi. Yevropaga o'tkazib chiqayotganda через Turkiya olib dronni chiqib ketaman. O'shaning uchun har doim через uchasiz-da. Ha. O'sha yerdan olib ketib, borib syomkalarimni qilib, boshqa qilib, sayohat qilib bo'lib, yana Turkiyaga borib qoldirib, yana kelaman. Ruxsat beringlar. Hatto uyda turish kerak. Uyda turishga uchirmayman, va'da beraman. No, это не точно. Yo'q. Agar ruxsat bersanglar, men O'zbekiston shunaqa joylarini ko'rsataman kadrlarda. Da, to'g'ri, ancha rivojlantirib. Turizm, eng glавныйsi turizm rivojlanadi. To'g'ri. Realniy chotki bo'ladi. Hozir bo'lib tabiatni kadrlari shunaqa to'pga o'tyapti. Voy, shunaqa hozir odamlar o'sha anaqa megapolislarga emas, ko'proq mana shu tabiatga anaqa qizyapti-da. Okan ko'rolma ko'z totdilar. Qaqqadir chiqqan O'zbekiston tog'lari, mana shu yerdan qorli erib tusharkan, mana bu ko'l men pastga o'tib, mana shu cho'loqqa qo'shiladi deyapti. Endi atrof. Bitta narsa aytaymi sizga? Nurullo akam shu yerda hozir. Yo'q. Dan nima men shu yerda. Ot yuribdilar. Qor yashilda. Suv ko'p takoy. Kadr bo'yaganmi deyman, deyman. Voy.
Nerealniy boshqa joy. Undan tashqari anu qorli joyga bitta olib chiqqanlar. Yo'q. Men ko'rdim anaqada nima edi ota snigohodda chiqishgan. Endi ko'rsangiz boru tom ketadi-da, bulut. Tog'larni uch chiqib turibdi, bulutlar. Polniy. Shuni bilmayman, so'rayman deb mana suv chorvoy qo'shiladi deyapti, ana odam chorvasimi? Sekin yoqib borib. Mana suv chorvoy suv emas deyapti, lekin chorvoyga borib qo'shiladi deyapti. Ana chorvoni glandi suv emas deyapti. Значит, o'sha taraflarda, yoki o'sha ketaverasiz-da. Bitta aka ham qo'ydilar. Farerini ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Va tog'ni tepasida ko'l 50 metr ekan, lekin tog'dan bu yoqda 30 metrda okean. Tasavvur qiling, okeanning ichiga kirib ketayotgan suv. Va ko'rdim, tepasida anaqa tegdi okean. Voy, vashijinni bo'lib qoldi. Fareri. Bizda. Anaqa ham borgan. Bizda bor ekan bunaqa joy? Yo, hadlasham. Qattiq edi, chet elda. Yo'q, men hayron bo'ldim. Yo'q, именно u joy tushunmadim qatligini. U yomon trendga chiqib ketdi u video. O'sha Norvegiya, Islandiya tomonlarda, xullas. Va Norvegiya bo'lmaganmisiz aka? Yo'q, endi. Norvegiyani lekin Islandiya uradi. Yo'q, Islandiyani bitta ko'rishingiz kerak. Polniy anaqa. Tog'. Da. Pishi chiroyli aka. Video ko'rganman, bormaganman. Boring. Uyda nechta farzandsizlar? Akam bor, opam bor, akam bor, men, adam oyim. 3 ta farzandmizda. 5 kishi. Farzand. O'zim bitta qizim bor. Kech uylanganman. 29 yoshimda uylandim. 29da? Yaxshi. 29 yoshda uylandim. To'yimdan 1 oydan keyin 30 ga to'ldim. Menda ham shunaqa. So'rasa 29 deyman-da. Menda ham shunaqa bo'ldi. 29. Lekin 22-23 yoshimda shunaqa uylangim kelgan, aka. Shunaqa uylangim kelgan 22-23 yoshimda. Yo'q, Nimaga? Xayoli buzuvdi bu bolani. Nimaga deydi qara. Hop, nimaga odam birdaniga uylaningisi? Yo'q, bu ana 22-23 yoshda menda shunaqa period bo'lgan. Testosteron oshib. Yo'q, u bo'lgan. U narsamiz bu yerdachi gap ana qanaqadir shirin hayot xohlaysiz-ku. Ana qaramam hamma o'rtoqlarim uylanyapti shu 22-23 yoshda. Nimaga men uylanmaganman? Ha, boshqacha-da, ya'ni uylangim kelyapti-da. Gap faqat anunga emas. Nima? Tungi tadbirlarga emas. Tungi tadbirlar. To'g'risi-da. Ammo uylangim kelgan. Keyin 25 dan keyin sekin qo'yib so'nganmi sekin. Ha, o'sha oyim 28 yoshimdan boshlaganlar uylanasan. Bo'lmaysan o'zi. Uylanasan. Ana sharoit bo'lmaganda, gap ochiq umuman sharoit bo'lmagan. Hech qanaqasi uylana olmasdim. Hech qanaqasiga. Xuddi shunday. Ha, sharoit qilib oyoqqa turib, uy joy to'g'irlab, keyin uylanganman-da. To'yimda hayajon yo'q-da, aka. Обычный anaqa bo'ldi o'tgan. Jinni bo'laman-da, nimaga bunaqa bo'ldi? Olmanda to'yimda hayajon yo'q-da. Bemalolman-da, aka, shunaqa bemalolman. Xuddi oddiy kundayda, ya'ni maza qilman, xursandman. Ana tellab qo'ysanglar, bunaqa qilib, yo'q, to'yimda ham videoni ko'ryapman. Shunaqa bemalol o'tiribman, xohlasam tushib boshqa stolda o'tiribman. Birinchisimida? Nima deb o'ylaysiz? Ofitsianist birinchisi ekan aka. Birinchi soatdan xavotiraman. Kelayman ko'rarlar. Bemalolman, to'y ham ko'ryapman, bemalolman. Ashulalar aytib joyimda. Necha yoshda farzandli bo'ldingiz? 1 yil bo'ldi farzandli bo'lganimga. 30 yoshim bo'ldi. Rovna 1 yil bo'ldi farzandli bo'lganimga. Bu anaqasi ana o'shanda sezdim. Qizimni birinchi qo'limga olganimda, ana o'shanda sezdim, ochiq gap aytaman. Ana boshqacha bo'ldim shu. Shapaloq berdim hayot. Ha, realni aytaman. Aka, mana birikta fikrlarim, birikta niyatlarim bor edi-yu, shu 180 gradusga o'zgarib ketdi-da. Birinchi o'chirtdi, bo'ldi shahar sentrdan uy olishim kerak degan. Qizim qo'limga ushlanyapman, shu narsa miyamda aylanayapti. Qizimni уже yaxshi maktabda o'qishi, yaxshi okrujeniyada katta bo'lishi, yaxshi bog'chaga borishi, muhitni yaxshilash degan narsa. Tevon xudo turibdi, olganimda urdi miyamga, mana shu narsada. Zo'r okrujeniya katta bo'lsa,
zo'r muhitda o'ssin. Mana shu narsa miyamga urdi. Va shu boshqa planlarim bor ekan, yig'ishtirib tashladim-da yoki. Ani farzanding uchun yashaysan degan narsani endi aqlli qilish emas, tushunib qoldim-da. Hozir mana hamma planlarimni bitta uchi qizimga borib taqalaveradi-da, bolamga borib taqalaveradi. Hamma planim bitta uchi shunga taqalaveradi-da. Nimadir qilayotgan bo'lsam ham, ba'zi bunday qilsa bolam uchun qilayotgan bo'laman-da o'sha. Mana shunaqa narsa bo'lib qoldi. O'zim uchun yashamay ketsam yig'lab olgan. Amerikaga nima uchun borib ketdi? Qizim uchun borib keldim. Ertaga qizim Amerikaga borganman deyish uchun borib keldim. Ham steak nima yeyapsiz? Qizim uchun. Qizim uchun. Qizim bilan olib kelaman deb, bitta zo'r qiladi deyman. To'g'ri. Informatsiya yig'olman. Steak yegiz keladi. Mashinangizga detskiy kreslo o'rnatganmisiz? Yo'q. Yo'q. Endi o'rnatasiz. Qonun o'zi majburiy bo'lgan, hozir shtrafini ham katta qilib qo'yishdi. Masalan, qanaqa bo'lish kerak? Men shuni tushunmadim, aka o'tdi. Oldin sideniyaga 12 yoshgacha bo'lgan любой bolaga sideniya bo'lish kerak. Orqa sideniya haqida eshitmadimmi shu narsani, lekin masalan, meni orqada ayolim bilan birga ketadi bolam. Unda можно. U Amerikada shu ham anaqa pristupeniya. Men o'z tegi oldimni o'tkazmayman. Ayolim oldimni o'tkazmayman. Qarasam, uyda ayollarni mashinani o'tkazmayman xullas. Tushundim. Shunaqa. Bir men bolalarim etib qoladi, ada oldida o'tirib ketdi, deb ketdi. Qizim ham, o'g'lim ham etadi, mana shunaqa. Mayli o'tir deyman, endi bo'ldi уже. Kamera ham уже sразу ko'radi. Tegi apast edi, yoki. Men o'tda hozir voy ko'ra avvalo birinchi uchta qizg'anish, bu yerda o'zim meni voy yoqib olish emas, xavfsizlik jihatdan. Masalan, men bemalol o'zim yursam, bemalol joyga tez haydayman, joyga manyor qilaman, lekin oldimda odam bo'lsa men prям diqqat bilan haydayman mashinani. Chunki meni oldimda odam anaqasi bor-da, mas'uliyati bor-da, o'shaning uchun. Menda bir marta bo'lgan shunaqa narsa. Adashmasam Tesla dedim. Oq Tesla edi. Ketayotgan joyimda nimagadir chalg'iganman-da. Shunda qarasam o'sha bir 5 metrlar atrofida tezlik yaxshigina mashina turibdi, o'g'lim yonimda o'tiribdi. Oldi sideniyada o'tiribdi. Mashina tormoz bosib bolam mushaganman. Bolam mushagan. Shunda ham kuchim yetmasdan bolam anaqancha kirib ketgan, o'ta nima edi? Tarp etgan, kirib ketgan. To'xtaganman-da, illo billo bolam mashinada o'tirsa hech qachon bosmayman-da o'sha. O'zimni bosib, har doim ehtiyot bo'lib yuraman. Mana shu u tez haydamayman, aka. Mashincha qolganda o'sha bo'ldi. O'zimga nima qilsam, no bolamga bir nima qilishiga ozgina qolganligi. Bitta shamollasa qanaqa bo'ladi? Bitta shamollasa. Mana shu kichkinalik paytida bir 3 yoshli paytida o'g'lim ismlaganda 39,5-40 lar atrofida bo'lgan ismas. Doktorga olib boraman, shu yig'layapman. Onasining vashi boshqacha bo'lar ekan, farzand anaqasi bor. Kino, mana Lamol birinchi kun syomkasidamiz. Krallar chaqirtirilgan eng katta syomka kunida, birinchi kun. Uy pajar bo'ladigan kunda, shu uy yongan kunda. Qizim ertaman yo'q edi, sig'i chiqib tushgan, ketganman ishga, telefon qotdan yorib. Yana 39 bo'lib ketdi deb. Bo'ldi, qarab turdim, men tashlab keta olmayapman ishda. Hayolim ishtamasdi o'shada jo'xos. Chunki birinchi marta kasal bo'lishdi, shu. Ulug' dedim, ketmasam bo'lmaydi dedim. Anaqa xafa bo'ldim, faketchim mashina. Bordim uyga. Voy endi doktorga olib boraman, o'chirib 3 ta dejurga olib borganman. Turibdi endi ana qizim qo'l qilyapti, u qilyapti. Voy, okey. Arzimagan narsamni olib qarasangiz. Lekin ani ezilib ketar ekansiz-da, ezilib ketyapman-da ko'rsangiz. Bo'ldi, oldi uyga olib ketdi, issig'i alanj bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Ertagacha o'zim doktorgacha amallayapman. Qizim shuning uchun har doim kulib turadigan qiz-da. Har doim kuladigan qiz-da. Kulmayapti, boshqa asasi yo'q. Bo'ldi, shu bilan olib bordim. Doktorga ko'rsatdim, doktorga lecheniga aniq qilib berdi. Bo'ldi, sekin-sekin yaxshilanyapti-da. Kulmaydi-da, tushunasizmi? Lekin 2 hafta kulmaganda. Voy, shu dumalar video tashiydi. Har doim video kulib turardi-yu. Tashiydi, kulmaydi-da. Ezilib keturaman-da. Yaxshi, issiqlar chiqmayapti, boshqa kulmaydi-da, tushunasizmi? Voy dedim.
bola kasal bo'lsa yomon ekan dedi. Bola kasal bo'lsa. Nima bo'lgan ekan? Shu laringit bo'lgan tomog'i anaqa bo'lib qiynaldi derisi. Qaynanasiz, onasiz, bir nima deydi, juda qiyin bo'lar ekan. Men tushunmasdim yoshligimda. Buvimgilar kelishardi uyimizga, men tushunmasdim shu narsani. O'rgatishgan bo'lgan ekanda, shu boshligisidan o'tgan o'pitdi, o'rgatishgan bo'lgan ekan. Men xotinim bilan mana shu narsadan o'tdik bizni. Qaynanasiz, onasiz anaqa qilib o'tdik-da, o'zimizni juda qiyin bo'ldi-da. Mana shu narsani hozir qizi tushunmayapti, oke. Masaj chiqishyapti, adden yashash qoliyman. To'ppa-to'g'ri. Ona bu yerda gap qaynli kelin xizmatini qilishda emas-da. Bu yerda gap mana imon mana shu narsada. O'pitdi ekanda. O'pitdi-da, mana men o'zimning yaqin o'rtog'im uylandi, yoqmayapti, ajrashaman deyapti, xotinim bilan. Ajrashaman deyapti-da. Mana onani bu yerda anaqa o'pitdi-da. Ona qizni tarbiyaladi shu asli. Naq qil qizim, naq qilgin deb. Shu yashab ketdi, oka. Ishonasizmi? Shu yashab ketdi. Ona o'ngga chapga qilib to'g'irlab, bolam naq qil bolam. O'shanda nima bo'ladi? Qizim naq qilsan deb. Hozir 3 ta farzandi bor. Konkretni xotinda o'zi. O'zi ajrashaman deyotgan odamda. Bu yerda gap hozir hamma xizmatini qilishga yoki yopishgan-ku, gap xizmatini qilishda emas. Bu narsa bor narsa-da, baribir ular shu yo'ldan o'tgan. Bu zamonga qaramaydi bu narsa. Hozirgi zamon boshqa, oldingi zamon boshqa emas. Bu zamonga qaramaydi-da. Tajriba-da. Shunaqa. Biz o'zi hech anaqa qilaman. Yoshlikda qanaqa qilib biz ko'chada o'ynab yurganmiz, uzoqlarga borib, kanallarda cho'milib-da. Uyingiz qattiq yuribsiz-da. O'g'limni hozir tasavvur qila olmayman-da, o'tib ketib qo'yib yuborish kerak. Mana shu narsa qanaqa qilib kelar ekan deyman biz. Yo'q, aka, u paytda qanaqadir boshqacha edi odamlar ham. Odamlar boshqacha edi. Hozir qo'rqasiz, ya'ni kelib turibdi, bola yo'qoldi deydi, boshqa yo'qoldi deydi. Qo'rqasiz, hozir zamon bunaqa sal bunaqa bo'lib qolgan. Shu paytda ham bo'lgan-ku shunaqa odamlar, yo'q. Bo'lmaganmi ekan? Bo'lganmi? Endi zapret qo'yishardi menga ham, rosa. Yo'q, menda yashinib chiqardim-da men. Prям zapret degan narsa bo'lmasdi. Men chiqib ketardim-da. O'g'limni yoshida men ko'chada yurardim-da, poldiyda. O'g'aylar bilan dalalarga ketardik, boshqa qilardik. Zo'rlarda. Aka, uyim Chinozor vatanda. Shuning uchun Shaxstanskiyda suvda mostdan cho'mib yuribman-da men. Biz o'rdaga borardik. Bir bo'lsam o'sha yerda 12 yosh bo'laman-da, 6-sinf 7-sinf bo'laman-da. Tushunasizmi? O'rda har kun syomka bormi, Shaxstanskiy mostidan pastga qarab turibman-da. Hozir sakratsa, jinni. Qo'yimsan sen nima? Yo'q, lekin o'sha yerdan sakrardim-da, oka. Zamon qanaqa o'zgarib ketdiki, shunaqa bo'lib qoldik, tavba qildim. Endi biz qaradik aka, mana. Yo'q, biz qaraganmiz bo'lsa ham, mana bizning ota-onamiz ishongan-ku, men ishona olmayapman deyaptilar-da, ishonasizmi? Men yo'q, вообще. Moshina yo'lga chiqmasin, ana qarab tur, boshqa qil. Xotinga aytaman, tepasida tur. Nima qilsang ham, boshqa qilsang ham, bolalar futbol o'ynayapti, velosiped uchyaptimi, samokat uchyaptimi, farqi yo'q, tepasida tur, qarab tur. Qo'rqaman nimagadir bor-ku. Realni qo'rqaman. Hozir hammada shunaqa. Hammada shunaqa. Hayot shunaqa anaqa qilib qo'ydi aka. Mana bunaqa yangiliklarni ko'raversangiz har kuni. Bir tomdan shunaqa bor. Oldin bo'lmaganda bu narsalar yetilmagan. Hech kim o'ylamagan ham bunaqa. Yetib kelmaganda. Hozir kursiz сразу bolangiz o'ylaysiz-da. Yaqinda ham bittasi iz o'tib ketdi, bolachani. Mahallada. Qo'rqaman. Realni qo'rqaman. Strashniy narsa. Tak, aka, o'zingiz haqingizda ikkita savollar bor. Aka, bering shuni kutyapman. Mana odamlar svet haqida savol berasizmi? Odamlar siz haqingizda nimani noto'g'ri o'ylaydi deb o'ylaysiz aka? Masalan, eng ko'p eshitganimmi? Eng ko'p men o'zi odamlar men haqida qanaqa o'ylashmash qiziq emas, gap ochig'i. Chunki qanaqa tushunsa bo'ladi. Birovlarning gapi bilan yashaymayman. Hech narsa hal qilmaydi-da. Eng ko'p eshitgan mana buni hamma bloggerda eshitadi. Shu kibr ekan deydi. Просто men videolarda mana zo'r gaplashib настроение bo'lar. Men hayotda o'zi tirjayib yurmayman-da. Yopiq odam. Yopiq emasman.
zo'r chiqib ketaman. Prям любой odam bilan. Chunki sartaroshlik yoki shunaqa kasb, sartarosh o'g'ri bilan o'g'ri bo'lib gaplashadi, bankir bilan bankir bo'lib gaplashadi, deputat bilan deputat bo'lib gaplashadi. Shunaqa kasbda bu. Men любой tilni topib keta olaman. Общий совокупный shu 7 yil bo'lganmi umringiz? Imенно mana shunaqa qanaqa bo'yicha, sartaroshlik bo'yicha? Ofitsial ishlagan 7 yil bo'lgan. O'zim ishlaganman. Ha, bo'ldi. Konkret ishlagan 7 yil bo'lgan. Ha, bo'ldi. O'shanda Kibir ekan, shuni eshitaman. Hamma bloger eshitadi bu narsani. Chunki hammaga birda yoqa olmaysiz, aka. Shunaqa. Xolisiz. Men siz bilan tanishganimda ham boshida ham sal отстранённый siz bilan chiqishib ketish, gaplashib ketish, yaqinlashib ketish qiyinroq bo'lgan. Kompyuterga borgan, ya'ni magazinga borganimizda, to'g'rimi? Yo'q, u paytda ham-da, mayli-yu, endi keyingi ko'rishuvlarimiz anaqalarda bo'lgan-ku. Chumollar bilan birga ichkarilarda, oshirishlarda, boshqa narsalarda keyin chiqishib ketganman anaqa qilib. Sal xarakteringiz distansiya ushlab turadi. Odamlar kelib, ha deb anaqa qilib ketishga cho'chiydi sal. Oddiy misol qarang. Siz ham misol uchun aytaylik mana. Siz misol uchun любой odam misol aytayapman, siz misol aytayapman, любой odamda общий tanishamiz hisob aytayapman. Masalan, siz meni ham taniysiz, G'ulomni ham taniysiz. Xo'p. Tushunasizmi? Shunaqa tanishamiz juda ham ko'p-da bizani. Lekin G'ulomga nagrizga tushadi har doim. Nima qiladi? G'ulomga nagrizga tushadi, nagrizga G'ulomga. Ani bizda jamoaviy ishlarda imkon yo'q narsalar bor-da. Misol uchun aytaylik, tog'am o'g'li chiqib, menga mana bu narsani qilib bergin, qilib bera olmayman-da. Chunki bu yerda kategoriyasiga qo'yilgan qoidalarimiz bor-da bizani. Chunki pul buzadi hamma narsani, aka. Biz qattiq qaraymiz-da biz. Masalan, men konkretniy nimadir desa, yo'q deya olmayman-da, biram. G'ulom absolyutno yo'q deya olmaydi, tushunasizmi? Chunki G'ulom slishim qilib ketib qoladi. Odam bilan yaqin bo'lib. Da. Yaqinlashib ketdi. Mana shuncha aytdim-da, qanaqadir ish tushsa, masalan, sizni ishingiz tushsa, bizning komandaga tushayotgan bo'lsa ham, siz primo G'ulomga qilasiz birinchi. Da, chunki bezatkazniyroq. Hamma narsaga xaridi, xijolat qiladi. Xijolatli bo'ladi. Ana xijolat bo'laman, yaxshini xijolat bo'laman, lekin menga kim xijolat bo'lganim yaxshi, men yo'da komandamda ertaga aniq narsa bo'lgandan ko'ra, tushunasizmi? Yo'q, prям olib turib bez bo'lganim yaxshi-da. Yo'q. O'shaning uchun sal ushayman. Что ana ja kirishib ketmaydi-da. Komandada kim xafa bo'lib qoladi ko'proq, hazillar tushunmaydiganlar bormi yo'q? Hamma bir xil. Hamma ko'tarib urushib ketadi. Urushib ketamiz, bo'ladi. Urush ham anaqada. Ne, slovesniy gap. Shunaqa. Tushundim. Jo'ski. Mana qasasa 2 minutdan keyin mana bunaqa nima deyapman. Shunaqa. Mana shunaqa bo'lish kerak. Rahim bilan Murod banglashib tashlaydi-da, urushishdi. Bunaqa. Va ta'tadi. 2 minutdan keyin yana men montajni qarab, nima qiladimni o'ylashdi. Yaxshi-da, shunday. Anaqa kim? Dusha kompaniya deydi-yu, prям. O'sha odam bo'lsa, masalan, постоянно bo'lsa, boshqacharoq. G'ulom ekan. O'ylamaydi odam bor, G'ulom zo'rda, G'ulom ish shu komandada. Kayfiyat ko'tarib tursa bo'ldi. O'shancha yuribdi dedi. O'shancha javob beradi. G'ulomsiz yerkaman, masalan, lичный g'ulomsiz yerkaman. O'zim men ustimdan narsa ko'p kuladi, G'ulom. Narsa kuladi men ustimdan. Zerkaman G'ulom. Lekin o'zini ustidan ko'zi chidolmaydi. Yo'q. Chidolmaydi. Shunaqa bo'ladi. Ha. Boshqa kulyapti. Shunaqa bir yerda hazil yo bir nima bo'lganmi? Anaqa afsuslanganingiz, keyin kechirim so'ragan. Hazilmi? Internetda qilingan bir yerda. Videoyizmi masalan? Bo'lgan. Buni aytganman lekin oldinga qiladi. Bitta bloger qiz ustidan kulib qo'yganman. O'shandan ushlanganman. Bo'ldi shu. Чужой bo'lgan? O'sha eng chiqayotgan paytlarimda. Boshidami? Yo'q, keyin uzr so'rab, hozir o'zlar bilan ham turmush o'rtog'im bilan ham вообще salom alaykum. Joyida yopib. Shunaqa. Agar Instagram polniy yopilib, umuman blogging sohasida bo'lmay qolsa birdaniga nima ish qilardingiz dalish? Nima ish qilgan bo'lardingiz? Voy, okey. Bu narsani yaxshi o'ylamayman. Karantin kirib ketayotganimda qo'limda 1,5 million so'm bo'lgan.
karantin kirib ketayotganda qo'limda 1,5 million so'm bo'lgan. Bo'ldi, men ham o'chgan, qayerdan pul topamiz, voy ochilmayapti karantin. Nima yeyman, nima ichaman. Yo'q-da, aka, reально yo'q. 1,5 million so'mdan boshqa pul yo'q. Absolyutno pul yo'q. Tugadi ana 1,5 million so'm. Nechta qiladi? Kapingiz qo'yib qo'ya olmaysizmi? Nimaga hamma koronavirus kapingiz qo'yish biladigan mahallada bor, chiqmaydi. Qo'rqadi. Men ishonmasdim koronavirusga. Chiqqanman, tas ko'notgan, zo'r ko'notgan, ochiq gap aytaman. Cho'mchiga yaxshi pul tushgan. Chunki kapingiz qo'yaman, pul uchun qo'ymayapman-da. Lekin ani chiqqanim uchun ani odamlar necha pul, hamma chiqqan pul chiqyapti-ku. 300 ming, 200 ming hisob qo'yadi cho'mchiga, 100 ming hisob qo'yadi. Bittadan kapingiz qo'yib qo'yaman. Bu yoqdan olib qo'yganidan Xudoning o'zi bu yoqdan yirtib turgan. Shunaqa, o'shaning uchun o'ylamayman aka. Men absolyutno ani 10 yilligi, 10 yillik, 1 yillik reja bilan yashamayman. Men bugun o'ladiganda yashayman aka. Tushundim. Bugun o'ladiganda. O'zbeklarning shu anaqasi ham ajralib turadi butun dunyoga qaraganda. Chumolimizda realniy любой tijdan любой anaqa chiqib ketamiz. Shunaqa. Любой ish chiqib ketaveramiz. O'lmasangiz nima deb ko'rib, o'lmasangiz bejizbon ko'rasiz. Rizqi ustiga o'lgan bo'lasiz, bo'ldi. O'sha narsada, o'shaning uchun umuman yopib ketsin o'larkan. Xuddi shunaqa. Men ash o'lamayman. Umuman o'lamayman. Endi o'zingiz sevimli bir urtda. Mana shuni qilardim, mayli deysiz-ku. Okey. Okey, sevimli ishim yo'q. Men ochib aytaman, hammasidan pul uchun qilganman. Mana shu blogerlikdan pul uchun qilganman, okey. Men yaxshi ko'rib mazza qilmayapman. Hammada shu. Sevimli ishim yo'q. Men ish qilganim Hobbi bo'lmagan? Yo'q. Men faqat dardim jenskiy sartarosh bo'lish, musko sartaroshga o'qiganman, qaraganman, jenskiy sartarosh zo'r pul topyaptimi? Musko ustozimga o'zim o'rtog'imga o'rtoq uzr deb qo'yib ketganman. Yana qilarmisiz shu ishni? Agar bo'lsa majburlik. Stilist bo'lib. Agar hayot majbur qilsa erkak kishi bu narsa qiladi, halol bo'lsa bo'ladi. Harom pul topib, o'g'irlik qilmasangiz, birovning haqqini yemasangiz bo'ldi. Glaniy shu, ani. O'g'irlik qilmasangiz bo'ldi. Любой ish qilardim, o'g'irlik qilmasam bo'ldi. Birovning haqqi bo'lmasa bo'ldi, deb tushunasizmi shu? Xo'p, bizlar bilan Aziz aka To'laganov bo'ldilar. Rahmat kattakon kelganingizga. Sizlarning obunachilarga kimni keyingi blogerni, qaysi blogerni tavsiya qilib bergan bo'ladi? O'tkir Shodmonov. Kim u? Anaqadagi bor-ku. G'alati emasmi? Mo'mindagi O'tkir Shodmonov bor-ku. Ena bor-ku. O'tkir aka Shodmonov bo'ldi. Bo'ldi. Aka, ishoning, zo'r podkast shu bo'ladi. Bo'ldi. Men eslab qolishyapman. Всё. Zo'r podkast shu bo'ladi. O'tkir aka, xudo xolisa chiqib ko'ramiz, nasib bo'lsa, keyingi ko'rsatuvda. Agar yo'q desang, O'tkir o'zim telefon qilaman. Mazini qochiraman, unaqa o'zingni olma. Azini ko'tarilib подписчик ol. O'zing kecha. Urushda jatlar. Ali yo'q demadingmi? Yo'q demadim. Kadrda urushda. Oldindan aytib qo'y. Namoda nima tashlab berasiz? Tashlab beraman. Aziz aka, rahmat kattakon. Ijodlarga omad, kelajakda nasib qilsa, xudo xolisa birga sizlar bilan ham ishlash. Xudo xolisa aka. Shu bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat kattakon Rahmat tomosha hammaga qilganlarga. like bosib, obuna bo'lib qo'yib, o'z fikrlarni yozish ham esdan chiqmasin. Umuman shu gapni gapirmas ekanmiz aka. Yo'q, Umuman. Lekin mana shu call to action kerak aka, o'zi tegi. Da. Keyingi videolar o'tkazolmaslik uchun podpiska tugmasini bosib qo'ying. Like bosib, komment yozib qo'llasanglar, juda ham keyingilarda yana ham zo'r narsalar qilishadi. Keyingisi bilan o'tirsa, bilib o'tirib bilan. Yo'qmi, qanaqa savollar tagi. Bitta shaxsat o'qish turdi. Sardor qissalarga ham kattakon rahmat. Qalay ekan aka? Zo'r ko'rsatuvni mana bu safar ko'proq chaqildi deydi. Yo'q, o'zi chaqib tashardi aka. Bitta istak qilib, ana ovoziga jicha yoqmas ekan odamga. Sir. O'zi Savat Ha, mana shunaqa. Mana shu hozir qo'lda chaqirgan bo'lganman. Qo'lda chaqirib ochib. Mana shunga unaqa bo'l, shunaqa ekan demaydi. Bitta shunaqa chaqirgan. Da bordim-da. Ana aeroportda qayerga yurishni bilmaysiz, boshida kirganingizda odam orqasidan yurasiz, shunaqa qilish kerak ekan deb. Shunaqa. Shunaqa. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, kelajakda bundanda qiziqarli suhbatlar bo'ladi. Xudo xolasa, ko'p yulduzlarni chaqiramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Rahmat.